Assalamu alaykum Uyghur Sistem ekranının əziz görürmənləri. Mən Riyasetçi Dilnur Öztürk. Bugünkü sanımızın əziz mehmini Amerika Michigan Universiteti Səhiyyə Sağlıq İnstitutu Muhit Sağlamlıq kəsbinin doktor aspirat oxucusu Fəxriyə Əşrəf. Assalamu alaykum Fəxriyədə ziyaretimizin qəbul qılğanlığınız üçün köp rəhmət. Alaykum assalam Dilnur. Siz bilan ekran oldidagi barliq do'stlar bilan shu Uyg'ur Sistem suhbati orqali ko'rishganligimdan nihoyat xursandman. Sözümü və xuşal. Proqramımız rəsmi başlaşdan ilgili görürmənlərə bir qeytim əsl tutub gəlsəm. Hörmətli görürmənlər, görüvatsizlər Fəxriyə Əşrəf bədimiz bilən Nəx meydan söhbət edib beriyatımız. Öz olmanın soraqçı bolğan qiziqqan suallarını bizə inkaz şəkildə bildirsənlər. İnşallah söhbətimizin axırda suallarımızın soraş fürsətinə ega olmaz. Əmdi proqramımızı başlap gəlsək, sizin muvaffəqiyyətlərinizi bir tərəfdən görürmənlərimiz bilan ortaqlaşqaç, yeni bir tərəfdən münasibətli suallarını soraydı deyə oylaşdım. Əmdi hörmətli görürmənlər, Fəxriyə Əşrəf bu isim məncə köpüncümüzü tanışdı deyə oylayım. Gəpni 2011-ci ildən başlay. Fəxriyədən Ürümçi şəhərlik 14-cü orta məktəbdə oxub 2011-ci ildəki ali məktəb imtahanda 711 nömrə bilan diyarımız boyunca birinci oldu. Əsl qoyay. Toluq nömrə 750 nömrə, 750 nömrədən 711 nömrə aldı. Nəhayət yaxın, toluq nömrəyə yaxın bolğan 3 dənə nömrə aldı və matematik imtahanda toluq nömrə 150 nömrəni qatırıb aldı. Tağdağının şimali və cənubda bu nömrə ilişi bilən təxirli qız Fəxriyə dolqunu götürdü. Şunu əskərtib ötüşün layiq tapdı. Şu ili toluq kursqa oxucucu qəbul qilish üçün tələb qılınğan matematika nömrə sızığı 30 nömrə. Demək 5 qatlı deyilən gəp. Yaxın 30 il içində matematika imtahanında toluq nömrə alğan kişi körülüb baxmagan. Hətta onun matematikadakı bu fəvqəladə nəticəsi bunundan keyinki Uyğur balaları üçün matematika olimpik müsabiqəsi qatnashish fürsəti yaratıb berdi. Mən 14-cü orta məktəbdə oxudum. Gerçi sizdən 5-6 il keyin məktəb kirgan bolsammı, oxuş bütdəyici bolğan 3 il yarıyanda oxutquşlarımdan toxtumay Fəxriyə də bağlam çoğ oldu. Bu oxuş müsabiqəsinin axırını deyişdən burun bizdən əziz mehminimizdən bir sual soray. İmtahan təyarlıq qilishda oxşaş basqıçlarını beşimizdən keçirdik. Matematika imtahanında 150 nömrəni toluq eliş həqiqətən bir möcüzə. Çünki ali məktəb imtahanına vətən təyarlıq baxanlar bilirlər. İmtahan başqa yerlərdikilərə oxşaş tallaş sualla əməz. Həm 12 tallaş sual var, 5 boş orun dolduruş sual var, ondan başqa çoğun 4-5 sual var. Şunçilik iniq qismdə. Ən arqadakı 2 sual qiyinlik dərəcəsi acayip yuqur bolğan sual, fəvqəladə yuqur. Hətta biz manevr imtahanlarını işləyən vaxtımızda oxucularımız bəzdə sözləmə ötüb getdi. Yəni sözləyən vaxtda aldı doski bütün işləb toşub gedib, keyni doskunu toşutdu da. Aşıncılık dərəcəsi, qiyinlik dərəcəsi məşunda. 130-140 nömrələr tamam, lakin 150 nömrənin iliş həqiqətən bir möcüzə. Toğra, dünyanın hər qaysı yerlərdə maarif, oxuş metodu hər xil buldu, lakin matematika bütün dünya boyunca bir ammabab bir til. Sizin matematika bolğan amraqlığınız qandaq şəkilləngan? Əmdi bu yerdə amraqlıq da bevasitə dedim, çünki amraq olmasanız 150 nömrəni məncə ediş mümkün olmaydı da oylayım. Əmdi hazır bizni görüvatqan matematikini oxuş həyatındakı ən çox məsələyə aylandırılan və ya ki matematikini bəhli yaxşı görüb, texnik yaxşı nömrələrin ilişini oylayatqan yaşlarımızda matematikini yaxşı öyrənişdiki, yuqur nömrə ilişdiki taktik və usullarını öz əməliyyatınız bilan sözləb bərgən bolsanız. Rəhmət Dilnur. Matematika imtahan sualına şəkli əcəb yaxşı isimizdə bakən, minəm onçuk isimdə qamabdı. Sonra matematikaga bolğan qiziqishni siz eshitdim burun. Men avval görmən dostlar bilan matematikani qancha mühimligini azroq to'xtalg'im keldi. Haqiqatan burundan kichik vaqtimizda ma'lumlarimiz shunday deydigan matematika degan fanlarning onasi, tabiiy fanlarning onasi. Hamma fanlarning onasi deb o'ylayman. Har qanday kasb sohasini qilayotgan, mayli doktor bo'lsin, mayli advokat bo'lsin, ijtimoiy fan, tabiiy fan, har qanday endi kasbni tanlagan bir odam uchun menimcha
matematika öğreniş nəhayət mühim. Çünki matematika bu bir fənli bo'lib qolmasdan bizniki shu kundalik turmushimizdagi, xizmatdagi, kasbdagi shu tafakkurimizni yetildiradigan bir ochqich deb o'ylayman. Shunga matematikani o'rgangan vaqtimizda buni mayli, masalan, men bu haqiqatan hozir statistika o'rganman, lekin matematikani o'rganmagan uzoq bo'ldi. Shunaqa bo'lsa-mu, endi kundalik turmushimizda hamma yerda har qanday narsa matematika aylanib qolmaymiz. Har qanday bir mushkulot uchragan yoki bir savol oldimizga kelgan vaqtida bir masalani hal qilish kelgan vaqtida bizning mush qilayotgan mayli logikalik tafakkur bo'lsin yoki odatdagi mushtaq savollarni yeshish, masalalarni yeshish bo'lsin, hatto haq bilan bir narsada munozirlashish bo'lsin yoki suhbatlashish, hamma narsa amaliyotda matematikani o'ziga ulqagan deb o'ylayman. Shuningga bu nihoyatda muhim bu hozirgi yosh o'smirlarimiz qiziqayotgan shu kod yozish bo'lsin yoki shu kompyuter texnikasi, eng oldida ketayotgan eng muhim texnikalarning hammasini o'z yaxshi egallashimiz uchun matematika bek muhim deb o'ylayman. Hamda matematika bo'lgan qiziqishim asosiyatdan men shu boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtimda, kichik vaqtimda hamda bizning matematika ma'lumlarimiz nihoyatda bek kuchaydi. Hammadan jiq vaqt sarf qilganimiz matematikada kunda kechda darsdan qo'yayotgandan keyin bizni kariyatlar kuzatdi. Ondan keyin ko'paytirish savollarini ishlab kuzatdi, baslashtiradi sinfda. Shunday qilib yurib biz matematikaga bo'lgan sarf qilgan vaqtimiz nihoyat chiqdi. Anki yana bir narsa, matematika menga nihoyat qiziqarli bilinadi. Bundaq desam balkim nurg'un burun mening savodoshlarim shunaqa bo'lgan nurg'un yosh bolalar deyish mumkin. Matematika degan nihoyat zerikishlik, nihoyat mushtaq odamning ichini siqadigan, nihoyat tas, birsi zerikishlik, birsi tas degan gapni bek anglaydiqda. Shundaq bir narsa deb o'ylaydi. Ular nima qiziqsa desa balkim savodashab men futbol qiziqaman, muzika qiziqaman, san'at qiziqaman. Bu matematikani qiziqamdi degan gap bo'ldi. Chunki o narsalar, ya'ni san'at, futbol degandek narsalar hammasi bir xil odamga yangilik yaratish ro'yini akildigan narsalar. Endi matematika qarasak, xuddi savol ishlash, bu yangilik yaratish yo'qdek his qilamiz. Amaliyotda matematikadami nurg'un matematikani agar bu o'rganishni biz bir yangilik yaratish, yangi narsalarni bayqaydigan kichik bolalar uchun bo'libmi? Shunday bir narsaga aylantirib berarsak, ularning qiziqishi cho'qim tixim ish bordi deb o'ylayman. Masalan, kichik vaqtimizda o'ynaydigan logo qurashtirib o'ynaydigan qo'nchoqlar bo'lsin yoki mening dadam masalan kichik vaqtimda menga matematikaning g'alati savolga g'alati javob degan o'xshash kitoblarni olib beradi. Yana o'ltirib qiziqarli hamda tilga yetkazib bo'lmaydigan uzun odamni o'ylantiradigan, tafakkur qiladigan mushtaq narsalarni ilish orqali matematika bo'lgan qiziqishim. Amaliyot bularning oxiridagi parda orqasidagi muhim rol o'ynayotgan narsa hammasi matematika. Shunaqa narsa qiziqtiradi hamda. Ondan boshlang'ich bo'lsa, boyidab o'tgandek ma'lumlarimiz shunday o'rganishlarimizga nihoyat qiziqarli qilib bir-birimiz bilan baslashtirib degan shunday qilgan. Andan keyin men boshlang'ich 5-sinfda o'qiyotgan vaqtimda rayonlik o'sha zihin sinash musobaqasiga qatnashib matematikadan birinchi bo'lgan vaqtimda shunday qo'shib ketganda hamda kichik vaqtimda bo'lganki, andan ota-onamningki menga bo'lgan rag'batlantirishi bek muhim. Cho'nglar kelganda yoki uyga do'st birodarlar kelganda meni degan maqtab, men xo'sh bo'lib, shunday texmi ilhom elib, ashta qilib shu boshlang'ich maktabdan boshlab asta-asta matematikani bek yaxshi ko'rib qolgan. Bu bir savolni ishlab, shu savolni hal qilib, chiqib javobini chiqqan vaqtdagi bir xil muvaffaqiyat tuyg'usi menimcha kichik vaqtimda menga shunday cho'ng ta'sir qilgan. Endi matematika qiziqish bir gap, o'rganish bir gap. İmtihonga tayyorlik qilish yana uni o'xshamaydigan bir narsa deb o'ylayman. Chunki qiziqdik, o'rgandik, u bir asos bo'ldi bizga. Endi cho'qim ma'lum usullar orqali, ma'lum bir xilliqi mashqlar orqali mayli oliy maktab imtihon bo'lsin, mayli o'rta maktab imtihon bo'lsin yoki GRE nashidagi matematika tayyorlik qilgan vaqtlarimiz bo'lsin. Endi mening bek alayda taktiklarim yo'q, sirmi yo'q. Faqat shu bir necha usullarim bor. Shuni sizlar bilan o'rtoqlashsam, ammo oliy maktab imtihon tayyorlik qilganda bo'lsin yoki uni oldidagi ish odatdagi o'rganish, mavsumlik imtihon degandek har qaysi sinflarga tayyorlik qilgan vaqtimda meniki o'zimni mashqlantiradigan bir yerim matematika savol ishlash emas. Bizda savol ishlar deb ba'zan ma'lumlar shunaqa deydi yoki bo'lmasa anglagan bo'lishimiz mumkin. Matematikaning siri shu savolni ko'p ishlash. Lekin savolni ko'p ishlagan bu miqdor bilan belgilanmaydi. Har bir savolni ishlagan vaqtimizda, masalan, men bu bir savolni ko'rdim, qo'lim qoldim. Bu savol uch bulonning savolimi? Qaysi funksiyaning savoli? Yoki algebrami? Qandaq narsa, shu narsada ishlatilayotgan bilim nuqtalarini o'zimiz maktabda o'rgangan, o'qituvchimiz bizga o'rgatgan bilim nuqtalari bilan darhol shuni ikkisini bog'lagan vaqtimizda menimcha shu bog'lanish
bizniki matematikani yaxshi imtihonda yaxshi taqabul turishimizga belki yaxshi ta'sir bo'ldi. Savolni qarg'ularcha ishlamasak, har bir qatim savol ishlagan vaqtida eng muhim tafakkur qilish. O savolni ishlash jarayoniniz tursin, shu savolni ko'rib, siz o'qib tushunib, bu savol so'rgan odam mandaq narsani sinab o'tibdi degan narsani bilib yetkichi bo'lgan orliq eng olqiliq, eng muhim deb o'ylayman. Shuni biz bir mashq qilsak, mayli o'tir maktab o'quvchisi bo'lsin yoki boshlang'ich maktab o'quvchisi bir savolni ko'rib, nima so'rayotgandi mendan, qaysi narsalarni men o'rgangan narsa, cho'qim buning bir aloqasi bor. Shu aloqasini tepib olsak, menimcha men burun ishlatib kelayotgan usulim shu birsi. Yana birsi endi bu bakarak endi cho'ng imtihonlarga taqabul turishdagi bir usulim matematika emas, boshqa hamma narsaga. Masalan, menda bir xato savol daftar bor har bir tanga. To'liq birinchilik ma'lumlar deb bergan o'xshamamdi. Ayşet meşhur bir nimosizdiki, anlaytaylanki men deb. Ma'qul. To'liq birinchilikdan boshlab ish qilib, har qaysi imtihonlar bo'lsin, topshiriqlar bo'lsin, xato ishlagan savolimning hammasini men bir ayrim daftarga yozib chiqardim. Chunki bilamiz, biz qayta ishlagan vaqtimizda to'g'ri ishlagan savollarimizni xato ishlab qo'yishimiz notayin. Yana davomli o'zimiz xatolashgan yerda xatolashaveramiz. Chuqur shuni azaytib qo'yishimiz kerak-da. Shuningga men xato ishlagan savollarimni hammasini bir ayrim daftarga yozdim. Hamda oliy maktabga necha kun qolgan vaqtida maktablar qo'yib berilib, uyga berib o'rganish qilinglar degan vaqtida mening ko'rgan narsam shu 3 yillik to'plangan qilin xato ishlagan savollarimning hammani bir qitim ko'rib chiqdim. Shu menga shunday yordam bo'ldi deb o'ylayman. Yana uchinchisi, nurg'un odamlar bu ajab talaylikkan, bu qiz bola ajab taylik yapti, 150 apti deb shunaqa deydi. Haqiqatan ta'lim keldimi degan vaqtda to'g'ri, ta'lim keldi. Qanday ta'lim keldi degan vaqtda bu yer bir kichik hikoya bor. Eng oxirgi kuni maktab qo'yiladigan bir kun qolgan vaqtida hamma odamni o'ylash qilsa kelmaydi oliy maktab imtihon tayyorlik, jiddiylash. Shu vaqtda ma'lumimiz o'ziniki boya siz deb o'tgan eng oxirgi 22 savol, eng tas 25 nomerlik shu savolga bo'lgan o'ziniki farazlarini 10 necha xil faraz qilib, mo chiqib qolarmi, o chiqib qolarmi deb faraz qilib, bizga sinfda men sizlarga mush farazlarimni bir qatimni ishlatib chiqay degan. O kuni hech kimga xushahmadi endi. Menga xushahmadi shundaq tasda oldim. Lekin chidab turib, shu ma'lum qilgan farazlarni hammani anglab yozib o'rganib oldim. Endi imtihon savol qog'ozini elib, eng oxirgi savol qarsam, shu ma'lumim faraz qilgan ma'lum bir savolga nihoyat o'xshaydigan bir shaklda turibdi. Endi uni o'lchamlik javobi boysiz degandek 3-4 batlik narsa. Lekin bizning ma'lum endi oliy maktabdagi Roberta Soli degandek bir yangi bir narsani o'rgatib qo'ygan bir chog'da shundaq esimda bor. Shuni men bir ishlab boqaymi yerda. Shu bilan men asosiyatdan 5-6 qur bilan yozib etdim. Shunga u savolni qanday bo'ldi, to'g'rimi, xatomi uqmayman. Shunga men o'zimni to'liq nomer ola olmaydiganligimni natijani ko'rishdim, bir uqmaydim. Shunday qilib hisobda mening ta'lim kelib qoldi desam bo'ldi. Talay endi kutib turganlarga mansub deymiz zarg'ab. Talay hamma odam kelmaydi, kutib turganlarga mansub deymiz. Lekin menimcha talay kutib turganlarga emas, shu talayni erishman deb fursat bilan tayyorlik bilan tayyorlanib turganlarga mansub deb o'ylayman. Agar men shu chog'da u mening oldim kelgan talayni men ham yaxshi o'rganib shu narsalarni chiqib ko'ratmagan bo'lsam, balki bu talayni men tuta olishim notayin. Shuningga har vaqt biz tayyorlanib tursak, undaq talay fursatlar kelib turdi. Shuni chon tuta olsak deb o'ylayman. Shuni shu 3 nuqtaga yig'inchoqladim. Bak rahmat, haqiqatan menga manfaatlanadigan taktiklar deb o'ylayman. Bo'libmi xatolik daftari. Men bu matematik yanında ısıl sizden gitmezliyim. Qandaq 150 numar öpükağa kelgan. Çünki xatolik daftarini men bu sizden ilham 5 yil burun, 6 yil burun tutuşuna başladım. Lekin acayip ızcılıq ketadigan, şundaq tirishsammi, ba'zi kunlari o xatolik daftarini davomlashtirishga ishimdan bir narsa bo'ldilar deb to'xtatib qo'ygan holatlar bo'ldi. Shunga shu vaqtda his qildim, bu 150 numar hargiz vikaga kelmabdi. Aşındaq ızcıllıqның məhsulu ekan dedim. Lekin haqiqatan ekran oldidagi yoshlarimiz, mayli matematika bo'lsin, boshqa fanlar bo'lsin, mencha mushu xatolik daftari degan sanlar nurg'unlagan manfaatlarga erishdilar deb o'ylayman. Bak rahmat. Shu vaqtda hatto sizni ziyorat qilgan vaqtimda o'qituvchilarimiz shuni ko'tarib ekan, men ziyoratni ko'rgan vaqtimda ashtaq qandim. Mush xatolik daftari deb bunda to'g'ri
Aşağı Dep turum hazır 14-nji oturda menen kulam demez. ya aşağı sınıfımız aykırıp kösetken bizni. Tahriyanın deptiriydi. Endi bu yuqori natijalarınız bilan kirish eng tez bolgan Beijing Universitetiga alayda san bilan qabul qildingiz. Bu mo ajoyib bir sharaf bolgan shu vaqtda. Beijing Universitetiga kunlaringizni azroq eslab bergan bo'lsangiz, qiynaldingizmi? Nimalardan qiynaldingiz? Masalan, inglizcha o'rganish jarayonlaringiz qanday bo'ldi deganda. Bo'ldi. Endi meni o vaqtda Beijing Universiteti borgan vaqtim tunji qatim uydan ayrilib, nurg'ulg'an Uyg'ur yashash uchun shtaq bo'ldi. Endi oliy maktabga borgan vaqtida tunji qatim uydan ayrilgan vaqt bo'ldi. Shunga albatta muhit o'zgarish, mayli tomoqchiyatim bo'lsin, o'zimizning turayotgan yotoq muhiti, maktab muhiti, savodashlar hamma narsa butunlay o'zgarib ketdi-da. Burungi to'liq o'tir maktabdagi to'liqsizligi beg'ubar vaqtlar ketdi. Shunaqa qilib muhit o'zgarish bo'ldi, uningga ko'nish tez keldi. Yana birsi meni bakrak qiynalgan ikkisi birsi kasb jihatdan, yana birsi ingliz tili jihatdan shunaqa qiynaldim. Endi meni kasbim muhit ilmi, naytdi asos bilim bo'lgan matematika, fizika, ximiya, biologiya hamma narsani o'rganishchi endi. Chunki odam badanda sog'lomlik bilan muhit bilan munosabat bo'lgandan keyin meni sinfimdagi o'quvchilarning hammasi asos jihatdan shu olimpik zehn sinash musobaqalarida oltin medal olgan ximiyadan, fizikadan, matematikadan. Ular uchun bu oliy maktabdagi darslar hech qancha tez bilinmayotgandek his qildim. Endi men haqiqatan mayli til bulamda ish qilib kasbiy atalg'ularni tushunamay jihatda bo'pmi ximiyada, organik ximiya, boshqa ximiya darslarda shuncha qiynalib ketdim, necha qatim yig'lab, dars vaqtida o'tirib yig'lab ketgan vaqtlarim bor. Bo'libmi birinchi bo'lib kelayotgan men uchun burungi to'liq o'tirda tufsiz birinchi bo'lib keldi, tuyuqsizlar bunaqa xuddi shu o'tirdan tushib ketgandek bir xil endi effekt bo'ldi-ku. Shuningda bir qiynaldim, yana bir cho'naq qiynalgan yerim ingliz tili bo'ldi. Chunki qo'shilma ma'rif degan bilan biz ingliz tili o'rganmagan bo'lg'achqa, u yerga borgandan keyin birinchi haftasi qilgan ish shu bizning ingliz tili saviyamizni sinab 4 darajaga bo'ldi. Men eng tuvan daraja, birinchi darajaga bo'lindim. Bizningki butun institutdan 300 necha odam bo'lgan bo'lsa, necha fakultetni qo'shib 2 odam shu birinchi darajaga bo'linibdi. Birsi menda. Demak, shunchaki saviyam tuvan boshlashdan tuvan. Endi birinchi qatimliq mavsumlik ingliz imtihonida tas qoldim, o'tolmay qoldi. Aran o'tdim. Shunchalik qiynaldim. Hatta oliy matematika, oliy fizikadan qiynaldim. Shuningga birinchi mavsumda biroz tez keldi. Ikkinchi mavsumdan boshlab men bu ahvollarni o'zim asta-asta o'zgartirsa bo'lmaydiganligini his qildim. Chunki birinchidan mening nishonim aniq. Men burundan Beijing Universitetiga berishdan burundan men chetdan chiqib Amerikaga chiqib o'qishdim. Nishonim bor. Shuning uchun men o'ltirib plan tuzdim. Bu chiqish uchun qanday shartlarni hozirlashim kerak. Bu shartlarni hozirlash uchun men qanday uzun mezgilli plan tuzishim kerak. Shu uzun mezgilli plan, ya'ni masalan ingliz tilidan men cho'qim 4-yillik chiqishdan burun GRE, TOEFL berib o'tganman. Bularni berish uchun men avval 4-daraja, 6-daraja berganman. Ammo bularni men qaysi vaqtlarda bersam bo'ldi degandek bir yilda bir fandan tayyorlik qilsam, deb turib, anan keyin bu tayyorliklarni endi kundalik bilan, haftalik bilan deb kichik planlarga tuzab turib o'rgandim. Ingliz tilida so'zlik bilmasak endi qarashtirg'ul bo'lmaydi jumlalarni. Shunaqa bo'lganki so'zlik yodlashdan boshlab bir kunda endi 6 soatdan 7 soatgacha so'zlik yodlaydim desam, hech qancha mubolag'alashtirgan bo'lmayman. Shu 4 yil shunaqa bo'ldi, chunki haqiqatan mening boshlash nuqtam bak tuvandi. Undaq bo'lgan keyin 6 soat yodlab, 7 soat yodlab, bir kitobni yodlasam 10 ming so'zlik bo'lgan bo'lsa, bu kitobni men 5-6 qatim o'tkazdim. Masalan, TOEFL bilan GRE tayyorlik qilish jarayonida. Chunki bir qatim yodlab bo'lsangiz, ikkinchi qatim qarasangiz, yana 50% so'z cho'qliq o'qimayman-da, uchinchi qatim qaraganda 40% o'qimayman. 6-7 qatim o'tkazib bo'lsam-mi, yana 30% so'zlik yana esimda tutolmayman. Chunki odamningki hamda aslish qobiliyati cheklik bo'lganki, shunaqa bo'lganki, qayta o'tkazdim. TOEFL bilan GRE'ga 8 oydek tayyorlik qildim. Bu jarayonda endi men 6 kun qattiq mashq qilib, bir kun dam oldim. Bo'lmasa odamning irodasi bo'sh ketadi. Albatta bundan to'liq 6 kun o'rganish qilolmagan vaqtlarim jiq. Chunki odam tushkunlashib qoldi, ba'zan kayfiyati yaxshi bo'lmay qoldi, og'rib qoldi degandek. Unda bo'lgan keyin endi shu ingliz tilini misol olib so'zlarni ingliz tilini mushtaq o'rgandim. Endi boshqa fanlarni o'zimning kuchimdan yetishicha tirishib, oldin ko'rib, bilmaganlarimni ma'lumlarniki endi office hour deymizku, darsni sirtlaydiganday ish beradigan shu vaqtlarga berib yurib, ish qilib, haqlarning kayini qo'llab yurib,
kasbiy darslarda shundoq o'rgandim, lekin ingliz tili seviyorum. Shundoq tez eshitmadi. Kino ko'rish orqali bulamda. O'zim qiziqarli usullarni topib, kino ko'rib, chet ellik do'stlarni tutib, shular bilan paranglashib, so'zlash hamma jihatlardan shunaqa tayyorlik qildim endi chetga chiqishga. Maşallah. Shundaq hurmatli ko'ruvchilar, mana Faxriyadam deb o'tgandek, shundaq barliq qiyinchiliklarning hammasini yengib, 2015-yili Beijing universitetining muhit ilmi kasbini a'lo natija bilan bitirib, shu yili dunyodagi donliq oliy maktablardan Harvard universiteti, Yale universiteti, Stanford universiteti, Kaliforniya universiteti qatorliq dunyoga donliq 5 oliy maktabning magistrlik qabul qilinganligi haqidagi chaqiriq qog'ozini topshirib berib, yana bir qaytim zilzila paydo bo'ldi. Shuning bilan Harvard universitetining o'qishini tanlaydi va Harvard universiteti Sayxiya sog'liq instituti muhit sog'lomlik kasbida magistr aspirant o'qiydi. Hamda aspirant kirish uchun e'lonlangan GRE imtihonida to'liq to'g'riga yaqinlashib opsiz. To'liq kurs natijangizni nihoyat yaxshi ekandu. Mush tirishchanlik va bu tirishchanligingizga berilgan inom ustida hammaydan og'zimizni ichib voh deydigan Harvard universiteti qabul qilindingiz. Endi shu aspirantlik iltimosdan oldi keyingi jarayonlar haqida to'xtalib bergan bo'lsangiz, masalan, qancha maktab iltimos qildingiz, qanday materiallar, qanday shartlar talab qilindi, telefon va Skype orqali bo'lgan imtihonlar qanday bo'ldi, shu haqida ozroq to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Menmo bu uchurlar har xil odamningki har xil so'zlandaydi, o'xshamaydigan uchurlar bo'ldi. Endi men o'zimdan bilganchilik ayni vaqtda qilgan tayyorliklarim, qanday narsalarni bo'laklarga bo'lib tayyorlik qildim. Shunda qisqacha deb bersam, boya siz degan GREda, endi GRE TOEFL degan nurg'un maktablarning bo'libmi shu Amerika, Kanada, Amerika qit'asidagi oliy maktablarniki chuqur tayyorlik so'riladigan endi imtihonlardan biri TOEFL, GRE. Endi IELTS basakma bo'ldi. IELTS bilan TOEFL ikkisi o'xshash. Bu til sinashniki. GRE deganda logikalik tafakkur, adabiyot tushunish iqtidori, yiziqchilik iqtidori. Bu yiziqchilik iqtidori deganda odatdagi maqola emas, TOEFLga o'xshash. Analiz xarakterli maqola yozish iqtidori sinildi. Matematika, ya'ni logikalik adabiyot o'qish qismi, yiziqchilik o'qish qismi. Endi TOEFLda nurg'un do'stlarimiz bildi, anglash, o'qish, so'zlash, analiz yozish to'rt xil. Biz nurg'unlarimiz yozishda, o'qishda yaxshi. Chunki biz og'zimizda ichib chiq so'zlamagan ekan, shunga bak diqqat qilishimiz kerak. Bu imtihonlar tayyorlangan hamma shu TOEFLdagi 120 numar to'liq numar bo'lsa, hamma bo'liki 30 numrdan tarkib topganda, masalan, bizning anglash hamda so'zlash bizlar nachar sevirmizsa to'g'anki bularninki yuqori ko'tarish bo'shliqi amniyati texmi cho'ng. O'qishni qanchalik mashq qilsangiz balki 2 numar, 3 numar ko'tarasiz, lekin anglash bilan so'zlashga jiqroq vaqt bersangiz, texmi tez ko'tariladi bu deb o'ylayman. Bu birsi endi til o'tkili. Birinchisi, men uchun bu tez bo'lgan o'tkil til o'tkili. Endi ikkinchisi, Dilnur Zubayeva degan bir narsangizni to'g'rilamsam bo'lmaydi. Kasbiy natijangizni bak yuqori ekan, to'xtatasiz. Kasbiy natijam unchalik yuqori emasdi. Ya'ni men uni GPA deymiz, endi to'liq kursniki natijalari. Bizning sinfdan 20mizdan ichidan 7miz chet elga chiqish uchun tayyorlik qilib, hammamiz iltimos qildik. Hammamiz Harvardni iltimos qildik. Bu 7mizdan ichidan meningki shu GPA'im, yumush natijam hammadan tuandi. Bizning sinfda masalan 4 numar to'liq numar bo'ldi. Nurg'un Amerika maktablarida shunday yoki 4 yoki 5. Bularda bizning sinfda 3-9, 3-8 ilib iltimos qilgan bolalar bor. Meningki natijam 3-5 deydi. Bu 3-5 degani nima deganda 3-5 Harvardningki ayni vaqtida aspirantlik iltimos qilishniki eng tuvanchiki. Meningki shu chek arali yetganda shu mening natijam boshqalarnikidek bunday qilib yuqori chiqmagan. Lekin mush 7mizning ichida bir men Harvard qabul qildim. Demak, men bunday ish orqali nima demoqchi deganda nurg'unlarimiz natijam yaxshi chiqmayotdi, natijam yaxshi endi iltimos qilolmaydigan bo'ldim deb ma'yuslanib ketamiz. Amniyatda ular bir qo'l yo'g'on bir pakaj qaraydi. Ya'ni har qaysi universal narsalar qaraydi. Bu o'rganish natijangiz faqat uning ichidagi bir qismida, ikkinchisi. Endi uchinchisi nima deganda har xil maqolalarni yozg'izdi sizga. Mayli personal statement, research statement, o'zingiz to'g'risida, o'zingizni alaydigini gavdalantiradigan maqola yozib chiqsiz. Siz kim o? Siz
siz intilgan o'qish muhiti qandaq, sizning buni masalan agar doktor aspirant bo'lib qolsa, buni qandaq tadqiqotlarni qilishni xohlaysiz, yaxshi ko'rsiz, nima qiziqsiz degandek o'zingiz to'g'risida so'zlaysiz endi bir ishga. Menimcha nurg'un odam mendan so'ramoq narsa ichida hammadan muhim narsa nima degan men uchun men eng ko'p zihn sarf qilib qilgan narsalar albatta ingliz tilida nurg'un vaqt ketdi. Shu personal statement, ya'ni o'zim to'g'risida yozib chiqargan narsaga nihoyat ko'ngil bo'ldim. Chunki qanday bo'ldi deganda oliy maktablarni o'quvchi qabul qilish komiteti masalan bir guruhlar bo'ldi, 20-30 muallim. Bularga kelayotgan necha 10 ming maqola bor. Har bir muallim bir maqolani ko'rishga necha sekund yoki jiqib kelsa 1 minut vaqti bor. Kunda qaraydi o'xshash narsa. Men falan yerda o'qidim, kichikimdan boshlab men yaxshi ko'raman, ani yaxshi. O'xshash narsa o'qiydi. Siz cho'qim shu maqolani qanday yozishimiz kerak deganda shu muallim qo'liga olgan vaqtida maqolangizni bir o'qiblar, men shuni davomli o'qishni xohlaydim deb shularning ko'zini tutadigan, shularning diqqatini tuta oladigan bir maqola yozib chiqishimiz kerak. O'zimizningki har xil alaydan gavdandir. Masalan, bizningki Uyg'ur bo'lganligimiz, har xil shu nima uchun mushkasni o'qiyman deb. Boshqalar qarasangiz nima mavhum yozib qo'ygan, yolg'on yoldoq yozib qo'ygan bir qarab bilgil bo'ldi amniyat. Adam chin ko'ngildan chiqarib yozyapti, yozmayapti. Nurg'un masalan agency deymiz, vakolat shirkatlar boshida yozib qo'ygan maqolalaringizni nurg'un odamlar shunday shirkatlarga bordi. Shaxsan meni qolgan 6 soatishimdan ichidagi hammasi degidek shu vakolat shirkatlardan izlab qilgan. Ular sizga yozib bergan narsa o'xshash bo'ldi. Hech qanday bir mazasi yo'q bir maqola bo'ldi. Shunga oliy maktabga bo'lmam shu Amerikadagi oliy maktablarga iltimos qilmoqchi bo'lgan o'quvchilar buning to'liq kursmi o'xshash, to'liq kurs bo'lsin yoki aspirantlik bo'lsin, mush maqolani cho'qim yozamiz. Mush maqolaga alayda kuch bergan bo'lsak, men ayni vaqtida o'zim Ashbejonda turib Amerikadagi men tunimaydigan, bilmaydigan Uyg'ur arkadaşlarga yordam o'zgartib bergan bo'lsa, ashta maqolalarimiz o'zgartib beradigan odam bo'lsa, necha odam siz o'qib bersa, ona tili ingliz tili bo'lgan odamlar o'qib bersa, texnik yaxshi. Bunday yordam qiladigan odamlar nurg'un atrofimizda shularni topa olsak, shu maqolaga ko'proq kuchsak. Ba'zan bolalar bir kun yozibdan topshirib qo'ydi-ku maqolani. Andan yana birsi, eng oxirgi menimcha bir cho'ng yaxshi bo'lak. Mayli biz har xil o'quvchilar guruhlarida organlar ishlagan bo'laylik yoki fidoyilik qilgan bo'laylik, ba'zan faoliyatlarga mayli kishi o'quvchidan bo'lsin yoki doktorxonada fidoyilik qilgan bo'laylik, yo bir organga vaqtimizni ajratib bir ish qilib, shunday narsalarni ko'proq qatnashgan bo'lsak, chunki rahbarlik qilish iqtidor bo'lsin yoki boshqalar bilan hamkorlashish, bir guruhda ishlash, shunday iqtidorlarning hammasi Amerikada menimcha niyat o'xshash deb o'ylayman. Hamma maktablarning bu yaxshi, nuqtali oliy maktablar hamma odamning o'qish natijasi cho'qim yaxshi, ingliz tilini cho'qim yaxshi odamlar iltimos qildi. Bu yerda sizning bir alaydigingiz. Yana har xil universal, siz faqat bu o'rganish mashinasi emas, siz boshqalar bilan fikr almashtira oladigan, boshqalar bilan birlikda cho'ng-cho'ng ishlarni qila oladiganligingizni isbotlashingiz kerak deb o'ylayman. Endi shu 4 narsa, endi bu 4 narsaning ichidan hammasi o'xshash muhim. Bu xuddi bir yog'ochchilik o'xshaydi. Masalan, nurg'un yog'ochchilikning bir qancha yog'ochlar bor desak, endi bu chilakka qanchalik suv petishni belgilaydigan narsa shu yog'ochniki eng kichik, eng qisqa bo'lgan yog'och. Shu yog'och eng qisqa bo'lgan, ya'ni eng sizningki shuning ichida masalan tuvaroq bo'lib qolgan yeringiz nerda to'xtasa, sizningki universal sig'ilgan bahomı shu yerda to'xtaydi. Shunga ma'lum bir narsa eslab, yana bir narsani tashlasak, taxriya endi GPA natija muhim emasga deb natijani tashlab butun kuchimiz bilan ingliz tilini o'rgansak bo'lmaydi. Shunga hamma narsani tang atmoqsak deb o'ylayman. Shu 4 narsaga men yig'inchoqlab olsam, men diqqat qilgan. Pek rahmat, haqiqatan pek yaxshi yig'inchoqlashtirdik. Programmamiz ko'rayotgan ko'ruvchilarga yana bir qayta maslahat o'tib ketay. Ko'ryapsak, hurmatli ko'ruvchilar, faxriyatimiz bilan naq maydon suhbat beryapmiz. Qiziqqan yoki bo'lmasa so'rmoqchi bo'lgan savollaringiz bo'lsa, inkas shaklida qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Programmamizni yoqtirib ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rnishini taqib qo'yishinglarni umid qilaman. İşimizki muş programı ko'rayotgan nurg'un insonlar, ota-onalar Harvard universitetida dunyodanliq ma'rifat yo'lida o'zi yoki farzandini o'qitish istagi intayin kuchli. Magistrlikni ana shunday qaysi bir universitetda o'qidingiz. Albatta har kuni dunyoning har qaysi joylaridan tanlangan bolalar bilan raqobatda o'tadi. Endi bizga Harvardda yangi borgan chog'laringizdan boshlab qanday moslashdingiz, qanday qiyinchiliklar duch keldingiz, ularni qanday yengdingiz, o'zingiz bilan boshqalar o'rtasida qanday farqlar borga, ular to'g'risida nimalarni his qildingiz, mush mazmunlar haqida to'xtalib bergan bo'lsangiz.
bo'ldi. Endi qit'a atlab Amerikaga kelgandagi manga bergan muhit almashishning ta'siri bilan Bejon universiteti borgandan necha so'l ketdi desam bo'ldi. O'xshamagan davlat, o'xshamagan odamlar, o'xshamagan til, hamma narsa o'zgardi endi. Uning ustiga o'zim yolg'iz ota-onamdan jiroq. Birinchi haftasi Harvardda biz o'qish boshlashdan burun nurg'un Amerika maktablar shunaqa qildiki, mayli to'liq kurs bo'lsin yoki oliy maktab bo'lsin. O'qish boshlashdan bir ikki hafta burun siz dars yo'q, faqat siz maktabdagi savodoshlaringiz bilan tanishish, maktabning har xil narsalarini tunib, nada nim bor shu narsalarni siz bildirish, ankin darslar qanday bo'ldi shuni so'zlash, buni enrollment week deb qo'ydi. Ashna musha haftasida biz endi hamma savodoshlarimız bilan tanishib, sinfda dars shaklida bo'lmasmi, azroq bir kichikina munozir shaklida bo'lgan kichik darsxona muhitlar bilan tanishib chiqdik. Bu vaqtida menga eng bek ta'sir qilgani bu Amerikadan kelgan yoki nurg'un boshqa davlatdan kelgan o'quvchilar bo'lsin, shunchalik dadil so'zlash, mayli bir nima so'zlangda desin yoki o'zining fikrini qo'yish yoki odatda sizning oldingizga kelib yaxshimisiz deb o'zini tunishtirib qolgan vaqtida bularninki o'ziga bo'lgan ishonchini aytdi. Shunda ondan keyin shunday aktivlik bilan qatnashdi dars vaqtida. Men shaxsanki birinchi haftasi bir kichik munozir o'rlashtirdik. Bu munozirda shu Amerikadagi o'xshamagan irqdagi, masalan, qartaliklar, aqtaliklar o'xshamagan irqdagilarninki bu tug'ilish nisbatiniki o'xshamaganlik to'g'risida, buningki o'zimizning o'ylaganlik to'g'risida o'zinglarning fikrini so'zlanglar deb shunday dedi. 2 soat ham men uchun shunchalik tez bilindi, chunki 2 soat aralashmada men nima deyishimni kallam kelayotgan xiyollar bo'lsa-mu, ashti xiyollarni qanday desam bular, mana desam haq kulib ketaman, manda desam meni intonatsiyam xato chiqib qoladimi deb shu 2 soatda men bir eg'izmi gap qilamdim-da. Mendan boshqa sinf darsini tushgan vaqtda sinab vaqtim 27 o'quvchi bopti mendan boshqa 2 muallim. Hamma odam bir eng oz deganda bir qatimdan fikr qatnashtirdi. Men lam sinfda bir eg'izmi gap qo'shamdim hisobda. Men u qanday bilib qolgandim, ma'lum diqqat qilgandim deb o'ylab texmi o'zim tushkilishib uy qaytib kelgandan keyin aytdi. Ko'nglim yerim bo'ldi, lekin endi azroq bo'lsa-mu ideya tayyorlik, azroq bo'lsin batda endi Amerika kelishdan burun. Tilni o'rgandim degan bilan imtihon muhitda siz so'zlab ular bilan mayli grammatika bo'lsin, intonatsiya hamma narsa uni o'zishga vaqt ketadi. Shunda bo'lgandan keyin men u kuni qaytib kelgandan keyin o'tirib shundaqcha o'ylandim, men buni qanday yansam bo'lar deb o'zim aldırmay har xil kichik usullarni tanlab chiqdim. Masalan, dars vaqti bo'lgan men birinchi rat o'tiray. Birinchi ratda o'tirsam boshqa bolalar men ko'msam yaxshiroq gap qila olayoganman dedim. Andan keyin kichik o'rganish guruhlarimiz bo'ldi o'zlarimizdan. Shu o'rganish guruhlarida avval jiqroq so'zlay dedim. Shu guruhlarda chunki ularimiz o'quvchida, ular bilan jiq-jiq so'zladim. Andan keyin dars yetakchi o'qituvchilarninki kichik sessionlar bo'ldi, ya'ni darsdan keyin so'zlaydigan bir kichik leksiyalar bo'ldi. Shu leksiyalarda jiqroq gap qilay dedim. Shunday qilib asta-asta bir yerda bo'lmasa yana bir yerda so'zlab deb o'zimni rag'batlantirib turib chiqib menga eng tez kelgani shu. O'zimning fikrni qatnashtirish. Mayli dars o'qib bo'lsin, mayli haq so'zlayotgan, o'sha yerda turib paranglashayotgan yerdami men gap qilolmaydim-da. Qancha joyi to'g'rildi yuqorida olsammi, yana jiddiylashyapsiz chunki til yo'q u yerda, madaniyat yo'q. Haqlar bir artistlarning, bir kinoning, bir o'zining madaniyatiga aloqador bir narsalarni deb qolgan vaqtida damonliqqa tushunib olmagan. Unda hozirgacha shtaq bo'ldi. Kichik vaqtda ko'rgan karton filmlarni xizmatdoshim so'zlasam, men jim bo'lib qolmanda tushunmayman. Chunki u bu endi nima deganda madaniyat farqi bu yerda bo'ldi-da. Shunaq bo'ldi. Boy deganga o'xshash endi asta-asta qadamlar bilan buni yengish uchun tirishdim. Mening yotoqdishim Ruminiyalik Amerikada turgan, uzun yil turgan bir qiz shunaq ta'lim keldi. Unda ham u menga bechaq yordam qildi. Hatto ba'zan narsa xato so'zlab qo'ysam, yuzimga ham shu tuzib beradi, shunday qilib. Buningda endi buni yengish uchun men o'zimni zo'ldim desam bo'ldi. Bu hamma mushkulotni yengish o'zim zo'ldim. Biz aktiv deb bir gap bilamiz. Inglizchada active deymiz. Lekin inglizchada yana bir gap bor. Proactive. Deb ya'ni aktivdimi ishib ketgan aktivlikda bu ya'ni o'zimiz dadillik bilan aktivlik bilan mayli muallimlar bilan bo'lgan munosabat mashqlagan. Muallim hargiz sizning kayiningizdan topshiriq ishlar yoki men o'rganinglar. Bu yilqi darsni qabul qilish, masalan, men Bejon universiteti bo'lsin yoki to'liq o'qituvchilar o'rganganda u bir xil passiv qabul qilish. Muallim sizga beshingizga qo'yayotgandek shunda qabul qilish. Lekin hozirgi men turayotgan muhitda balkim
Türkiye'de müşnaq siz qilgansiz. Aktiv bir xil qabul qilish. Ma'lum so'zlaydi. Siz uni cho'qim o'zingiz aktivlik bilan man o'rgandim deb bir muncha kitoblar bor o'qiyman desangiz nurg'un. O'zingiz izlanib yurib, so'rab yurib, ma'lum hargiz hech kim sizni so'rab qolmaydigancha bu yerda hech kimdan so'rab qolmaydi. O'zingizdan so'rab o'zingiz qilib, o'zingiz irodangizni kuchli qilib qilgansiz. Endi mishta kichik qadamlar bilan bo'ldi. Menga besimda ko'p bo'ldi chunki Harvard o'xshash xususiy maktablar bo'libmi, Amerikada xususiy maktablarni o'qish qilmaydi qimmat o'zingiz bilasiz. Men kelgan vaqtida o'qish mukofoti yo'q edi. Menga Kaliforniya universitetining Berkeley sho'basidan to'liq o'qish mukofoti pul bergan bo'lsa-mu, men o'zim yana Harvard tushim bor. Harvard o'qishni yaxshi ko'raman, xohlayman. Ota-onam shunday tirishchiliklarni ko'rsatib meni Harvardga avatdi. Bu jarayonda nurg'un Uyg'urlardan korxonchi akadlarimiz yordam qildi menga, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, boshqa jihatdan. Men shunchaki bir cho'ng yuk bilan keldimda endi Harvardga. Lekin birinchilik o'qish puli uchunlar masalan 45 mingdan 50 minggacha o'qish puli ketadi. Endi turmush puli yotoq bilan bir narsa qo'shganki Boston degan qimmat shahar 70 mingdan 80 ming Amerika dollariga chiqib ketdi. U chog'da mening ikkinchilik o'qish pulimning hech qanaqa izlari yo'q. Shunga meniki birdan-bir nishonim butun o'qish pul mukofoti edi. Har kun o'zim deyganim shu. Cho'qim hamma dars olishim kerak. Natijamni yaxshi qilib, undan men o'qish mukofoti puli erishishim kerak deb. Bu jarayonda endi sizlar oldin qapti ziyorat qilgan Qaysarkam bilan tanishdim. Qaysarkam bo'lsin yoki men bo'lsin boshqa akadlar shunday yo'llarni ko'rsatdi. Yana Qaysarkam masalan maktabdagi o'qish mukofoti puli hal qilgan ishxonalarga siz udib kirib dadillik bilan shular bilan so'zlashsangiz bo'ldi. Chunki bu yerda hamma narsa siz o'zingizni so'zlashib munosabat o'rnatish orqali nurg'un masalalarni hal qilib bo'ldi deb shunaqa dedi. Men shunaqa qilib endi fakultetniki mas'ul ma'lumlar bilan ko'rishdim. Hatto ularni shu yuzimni qilin qilib necha qatim qayt el-xatlarni yo'lladim, ishxonalarga kirib ko'rishdim. Bu ma'lumotlar meni boshqa maktab masalan fakultetdan olib institutdan olib universitet, Harvard universiteti degandek har bir qatlamda o'zining o'xshamagan ishxonalar bo'ldi-da. U buning bilan tanishtirdi, bu uning bilan tanishtirdi degandek bo'lib chiqib ish kushay. Men u ma'lumotning ishxonasidan bu ma'lumotning ishxonasiga kirib o'zimning natijalarimni ko'rsatib, mana birinchilikda meni hamma natijam A bo'ldi. Mening ahvolim niyatimi kecha men o'qish mukofoti erishalamdim, menga yo'l ko'rsatgan bo'lsanglar dedim. Ularmi men davomli izlab turgandan keyin menga o'qish mukofoti puli mishtaq bir fursat kelib qolgan vaqtlarda iltimos qilgan yo'llarni ko'rsatib, men birinchi yilning oxirida shu fakultetdan menga mas'ul bo'lgan shu bir qartalik ayol borki 40 yoshlardagi chamizdagi shuncha xushchiroy bir ayol. Shu ayol fakultetga 25 ming dollar fursat kelib qolgan vaqtida to'xtab turganlar mishtaq bir qiz bordi deb meni tavsiya qildi. Shuninglar fakultetdan menga u o'qish mukofoti pulini menga berdi. Ana Harvard universitetining o'ziniki bir shu chet el o'qishlar bergan o'qish mukofoti puldan 30 ming dollar bu o'qish mukofotiga erishdim. Ya'ni shu ma'lumotlar orqali meni tavsiya qilib, men o'zimdan tarjimonlarni yo'llab shunday qilib birinchi yilning oxiri bo'lganda u deb 55 ming dollar o'qish mukofoti puli bilan hisobda shu o'qish pulim, yotoq pullarim bo'lib qolgan bo'ldi. Undan keyin ikkinchi yildan boshlab men tajribaxonada tadqiqot yordamchisi bo'lib ishlagandan keyin turmush pullarimni tepilib shuning bilan xudo shukr mustaqil bo'lib ketib qoldi. Lekin mushu jarayonda bu iqtisodiy besim bo'lsin, boshqa besim degan shunday cho'ng bo'ldi. Bu lekin endi uchoqlarda ota-onam bilan bemalol yaxshi ko'rishib qilayotgan vaqtlarda ota-onam paranglashib, do'stlarim bilan paranglashib, shunaqa qildim. Ashlarniki menga bergan rag'batlantirish bo'lsin. Kallamda o'ylagan emas. Chunki men kelgan vaqtda men Amerika universitetidan burun hisobda bizning xalqimiz millatim meni bishir edib ko'tardi desam ham ortiq qilmaydi. Undaq bo'lgan keyin shularniki man qilgan yordamlari, shularniki man bergan ilhomlari meni hozirgacha to'xtatib qo'ymay olg'in izlashga cho'ng ta'sir qildi. Pek rahmat. Doktorluk iltimos jarayonida yuzturani telefon orqali ilingan imtihonlar bo'lib, doktorluk iltimosi uchun 60 qatımdek imtihon berganingizni yozibsiz. Aslında bu jarayonning qanchalik aldirash, qanchalik qiyin ekanligini tasavvur qilolmay qoldim. Chunki u vaqtida yetishtirishingiz kerak bo'lgan maqolalar borki, undan boshqa shu iltimoslar Harvard Universiteti hayotingiz haqida ham berilgan yozmangiz, kichik hikoyalar meni bekla ta'sirlantirdi. Mumkin bo'lsa shularni kam ko'rganlarimiz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bo'ldi. To'g'ri, men
2015 yil Harvard keldim. Endi 1 yil o'tibla o'qish mukofot pulda real bo'lib, uf deb o'ldirganda oldimga yana bir cho'ng masala keldi. U bo'lsa 2016 yili shu kuzlik ta'tilda men kuzlik o'qish mavsumida doktorlik iltimos qilish ishlarim boshlanib ketdi. Harvardda endi o'qish ikkinchi yilda sizga maqola yozgan ayrim vaqt bermaydi. O'qish bitirish maqolasi yozganga 5 darsni elib turib, yana o'zingizni tadqiqot qilib maqolani yozib turib qilsiz. Unday bo'lganki, shu vaqtlarni chiqarib, shu ma'lumotlar bilan aloqalashib degandek shu ishlarni boshladim. Doktorlik bilan magistr aspirant ikkisiniki yana bir o'xshamaydigan yeri. Men magistr aspirantlikqa mana narsalarni tayyorlasak bo'ldi deb to'rt bo'lakni so'zlab o'tdim bu. Endi doktorlikniki bundan yana bir baldoq ilgirlaydigan yeri nima degan vaqtida doktorlikda siz cho'qim asos jihatdan endi Amerikadagi maktablarda bir sizning o'qish mukofot pulingizni ta'minlaydigan, o'zining tadqiqot guruhiga ola oladigan bir ma'lum bo'lish kerak. Ya'ni sizningki yetakchi o'qituvchingizni siz bayqab bo'lgan, hamma shu yetakchi o'qituvchingiz hamma shu o'quvchi bo'lgan, men shu o'quvchininki 4 yillik yoki 5 yillik o'qish pulini men ta'minlayman deydigan shartni hozirlab olsangiz, andan keyin Amerikada hozir doktorlik qabul qildi. Asos jihatdan ko'p qism maktablarni shunday bo'lib ketdi. Burun hamda o'zingiz o'qish pulini to'lasangizmi qabul qiladigan ahvollar bordi. Ya'ni shu o'quvchi qabul qilish komiteti sizni tasdiqlasizlar, siz qabul qilinadingiz. Lekin hozir asos jihatdan cho'qim o'qish mukofot puliniki o'rni chiqqandan keyin andan keyin qabul qilgan bo'ldi. Endi federatsiyaninki har xil federal funding deymiz, federatsiyadan ta'minlangan har xil fondlar bor. Ammo biz chet el o'qish bo'lgan keyin ularga erishamaymiz. Amerikaga o'qishga iltimos qilsa, shu fondlar iltimos qilsa bo'ldi. Shunga bizninkidek endi bir qavat ta'siri yo'qda. Endi biz shunga doktorlik iltimos qilmoqda. Agar hozir boshqa chet el turib, Amerikaga kelishni xohlaydigan yoki Amerikada maktabda o'qish xohlaydigan o'quvchilar bo'lsa, bu doktorlikqa mening qilgan ta'sirim cho'qim yarim yil burun yoki necha oy burun ma'lumotlar xat yozib, xat yozib, o'zingizning shu ma'lumotni tadqiqot qilayotgan yo'nalishni yaxshi ko'rganligingizni, shu ma'lum bilan birga ishlashni xohlaydiganligingizni bildirib, shu ma'lum bilan telefon so'zlashamsiz, Skype so'zlashamsiz, bir imtihon, bir ko'rishadigan fursat hozirlasangiz o'zingizga. Anandagi shu ma'lumdan degan gapi asos jihatdan oxirida fikrab turadigan omil bo'lib qoldi. Shunga boya siz deb o'tgandek men magistrlik o'qiyotgan vaqtda magistrlikqa 10 maktabga iltimos qilgan bo'lsam, bu qitim diqqatimni faqat 3-4 maktabda yig'incha qildim. Chunki nurg'un ma'lumotlar izlashim kerak. Ular bo'lgandan keyin men bir qancha maktablarga iltimos qilay deb hamma maktabdagi ma'lumotlarga to'xtamay xat yozdim. Balkim 100-200 xat yozsangiz bir ikkita ma'lum qaytarish mumkin. Undaq vaqtda hargiz mayislanmang. Chunki u ma'lumotlarni aytib oldirash, sizning ilxatlaringiz ko'milib qolish mumkin. Ba'zan vaqtida o'tib telefon qilib so'rasangiz bo'ldi, ba'zan odamlar yaxshi ko'rmaydi deganda. Shunga menimcha soda shag'at deydiganim chunki izchil to'xtamay yozavering. Bunga naytda 100 qilalik ketadi. Bir haftada bir ilxatlarni yozavering. Shunday qilib men hisobda oldi-keyni bo'lib telefonda hamda mustaq ko'rishib yoki 100 turan ko'rishib qilgan 100 turan imtihonlarning soni 60 tak bo'libdi. Endi buningda bir qiziq yeri bir hafta oxiri men Bostondan Atlanta, ya'ni Georgia shtati, Amerikaning eng janubidagi tropikal vaqtga yaqinroq yerdagi shtatdagi Atlantada Emory deydigan bir yaxshi maktab bor. Shu maktabga berib 100 turan imtihon qatnashgan bo'lib qoldim. Uni atslar hozirgi maktabim yana Michigan universiteti, ya'ni Amerikaning eng shimolidagi Kanadaga yaqin, biz Kanadaga yaqin yerdagi bir kelib qoldim. Shunday qilib men Bostondan chiqib Atlantaga borsam, u yerda yozgan 30 necha gradus. Aerodromda kiyimlarimni almashtirib chiqib, u yerda bir kun oqaqidan 6 ma'lum bilan ko'rishib, ular nurg'unga uchirda, ularning maktabining programmasininki o'quvchilarininki uchurlari shular bilan uchrashdim. Anonki u kuni kechda yana uchib, janubdan shimolga kelib, kelsam bu yerda qattiq shivirg'an chiqib 0 dan 20 gradusga. Shundan ular yana aerodrom stansiyada kiyimlarimni almashtirib kelib, yana bu yerda 10 dak ma'lum bilan oqaqidan ulab ko'rishdim. Andan keyin mush 2 kun crazy deyman, 2 kun qo'rqinchli 2 kun o'tkazib bo'lgandan keyin endi Boston qaytib ketdim. Lekin mushu interview, ya'ni mushu restoranni ko'rishgan hamma narsa menga mening keyin masalan xizmat topganimni iltimos qilamiz-ku. Xizmat topgandagi hamma narsamga shunday foydasi bo'ldi. Chunki men shuni his qildim, restoranni ko'rishgan vaqtimizda u bir imtihondek bo'lsa-mu, yana bir xil suhbatlashish, u xuddi hozir biz paranglashayotgandek, xuddi bir odam bilan yana bir odamdan keyin
aloqa o'rnatishi. Shunaq bo'lgankin biz jiddiylasib ketsak, bizdan imtihon qilayotgan odamni jiddiylasib ketgan. Shunga shundaq imtihonga tayyorlik qilayotgan yoki xizmat tepish oldida turayotgan do'stlar bo'lsa, ularga beradigan mening tavsiyam biz tamkin salmoq bo'lgan holatda kirib, masalan boshqa yaxshi turyotamsan, o kiyiming yarashibdi yoki men ishxonamni yaxshi ko'rdim, bugun cho'qim aldirash qodayman bir muncha o'quvchilarni imtihon ilib berib ketdim degandek shundaq relaxing deymiz, yenik narsalar bilan boshlasak, ba'zan vaqtida men yuzran imtihon kirgan vaqtida yarim soat paranlasak, hech qanday bir nima deyishmagan vaqtlarimiz bor, tadqiqot to'g'risida gaplar deyishmagan vaqtlarimiz bor. Agar u Harvard o'qigan bir ma'lum bo'lib qolsa, voy men Harvard o'qigandim deb Harvardning gapini qilishib qolamiz. Ba'zan vaqtlarda Boston so'roqmi, Michigan so'roqmi degandek gaplarni deyishib, yarim soat o'tishdi. Demak, o'zimizni qo'ysak, anonligin o'zimizning yaxshi bo'lgan bir obrazni tikilsak, tuz o'tirish, hatto qo'l elishish, xalqning diqqatga qarab, ko'ziga diqqat qilib, tezjiq so'zlab ketib boramdim yoki yana ozroq so'zlaymi, yoki o'zimcha to'xtaymi o'zimni, qanday inkos beryapti, pozitivmi, negativmi, aktivmi, pasiv inkos beryaptimdi deganlar ashla diqqat qilib, chiqib bu menga bu 60 qatimdan keyin qilib pishib qoldim desam bo'ldi, bular menga bekcha qilib experience to'plab berdi, yana mashq tajribalarni to'plab berdi. Tağlabdı sizni resmi. 2017 yılı öz kəsbiniz boyunca Amerikada 4-cü oranda turduğan Michigan Üniversitesi'nin muhit sağlamlıq ilmiga to'liq o'qish mukofoti bilan doktorluq qabul qilibsiz. Hozir doktorluq o'qishingizning 3-yili. Endi hozirgi tadqiqotingiz nima to'g'risida? Buning insoniyat uchun qanday foydalari bor, bu haqida bizga ozroq ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Menmo Bostondan qiymay bu yerga kelgili mana 3 yil bo'ldi. Ayni vaqtida Harvarddan, Michigan Universitetidan, andan keyin Emory foydab o'tgan Atlantadagi 3 maktabdan chaqiriq qog'oz keldi. Lekin shu maktabni tanladim chunki bayis deb o'tgan bu maktabni o'zimiz bilan kasbimda tadqiqot jihatdan bo'lsin, boshqa jihatdan oldin qator turdi. Lekin bundan bakrak muhim sabab men o'zimni hozir yetakchi o'qituvchisi ham ashuni guruhida qilayotgan tadqiqotni men bak yaxshi ko'rdim. Bular bilan kelib men paranglashgan vaqt bilan bir xil o'zimni mishaga sig'digandek, mishlarning bir guruhining bir a'zosi bo'la oladiganday his qildim. Chunki ma'lumotning qilayotgan tadqiqoti asosiyatdan bolalar va onalar, ayollar sog'lomligi, shu muhitdagi mayli suv bulg'unish, muhitdagi yemak, hozir bilimiz hozir zamanda yemeklikdə, havada biz uçursulğan har qanday muhitdagi narsalarni suv bulg'unishni yig'ilmishda bulg'unishlarniki ayol kishiga yoki bo'lmasa homiyligiga ko'rsatgan ta'siri to'g'risidagi tadqiqotlar qilgan. Bu menga qiz qilgan tempi. Endi hozir 3-yil bo'lg'achqa, 3-yilim tugdi mana. 5-gacha hozir dissertatsiya yozyapman. Darslarimni asosiyatdan olib bo'ldim. Dissertatsiyarimningki temisi asosiyatdan shu muhitdagi bulg'unish bo'libmi, eng asosiy bo'lgan metal bulg'unish, har xil metallarningki qo'g'ishun deymiz, o'xshama metallarning bulg'unishini hamda shu onaningki psixologiyalik besim bo'lsin, har xil psixologiyalik masalalarningki homilning yetilishiga, homilning o'sib yetilishiga qanday ta'sir ko'rsatadi, mushtaq narsani tadqiq qilma. Ammo o'zim bu narsani yaxshi ko'raman, chunki burundan men Beijing universitetida tadqiqot qilgan vaqtida mushtaq muhitimizdagi u chog'da hamda men tajriba ishlaydim, bioximiyalik tajriba ishlaydim muhitimizdagi har xil moddalarningki bir jigarning ichida parchalanishini tadqiq qiladi, metabolizmni. Hamda nima bo'lgan Harvard bo'lgandan keyin men yemaklikning ichida yemaklik bilan shu har xil ximiyalik moddalarni oshqozonda qanday qabul bo'linish, hamnasi ko'rsatgan ta'sirot qildim. Endi hozir qilayotgan narsalarni bek yaxshi ko'raman, chunki bilim hozir bo'pmi korona bo'lgandan keyin nurg'un odamlar his qildi. Nurg'un narsalarniki oldin olish, ya'ni prevention bek muhim. To'g'ri, davolash muhim, lekin bizning kasbimiz o'xshash, mushtaq sog'lomlik bo'lsin yoki mushtaq yuqumli kasalliklarni tadqiq qiladigan. Mush narsalarda agar biz texmo jiq bilimga ega bo'la olsak, bu kasalliklarni hammasini oldini ola olsak, texmo yaxshi. Kasal bo'lmasak ham yaxshi. Shunaqa shunga qilayotgan tadqiqotimni har bir qatim maqolalarni e'lon qilgan vaqtida yoki bo'lmasa tadqiqotimizga o'xshash nimaniki, masalan Amerikaningki yemaklik va dori organlariningki har xil o'ziniki chiqargan tadqiqotimizga munosabatli chunki tuzumlari chiqib turdi. Masalan, mana siz ziyonlik kelib chiqarsak, buni yemaklikdan chiqarib o'tdi.
yoki bo'lmasa işte amniyati to'g'ri bunga nurg'un yil vaqt ketadi, lekin har qatim shunday yangi chiqqan qoida nizomlarni ko'rgan vaqtimda o'zimniki tadqiqoti bilan munosabatli bo'lsam, men o'zim uningga qanchalik to'kib qo'shaldim men bilmayman, lekin shuncha qo'shib ketmanda, chunki bir tadqiqot uchun menimcha uningdan xo'shallanlik ish yo'q deb o'ylayman. O'zingizning qon tadqiqotining eng oxiridagi insonlarningki sog'lomligiga, odamlarningki sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan işte qonun yoki har xil nizom qoidalar bilan amalga oshganligini ko'rish menimcha bek adam xush qiladigan ishni xush qiladigan bir taraf deb o'ylayman. Shu hozirmi qilayotgan narsam buningki biz qilgan tadqiqotimizniki odamlarga udul ta'sir bo'ldi deb o'ylayman. Sayya saqlikniki qilayotgan narsamiz texmi yaqin bo'ldi-da hamda odamlarniki turmushni, insonlarniki turmush sog'lomligini yuqori ko'tarish uchun. Shunga qilayotgan narsam qiziqman, uning turmushda aytib qo'llanishchanligi yuqori. Hamda yana bir men yaxshi ko'radigan yeri, men asosiyatan biz biostatistics deymiz, biostatistik qilma. Kompyuterda nurg'un kod yozish bilan, analitik har xil modullarni yasash, shu modullar bilan, sansifirlar bilan. Shu bo'lmayliq mening burundan matematikani yaxshi ko'radigan nimamni davomlashishi deb o'ylayman. Mushtaq hozir shu o'zimning qilayotgan narsani burunqilik tajribamda, tajriba ishiga qaraganda kompyuterni oldida har xil sansifirlar bilan xuddi o'yin o'ynagandek bilindi menga. Beklam yaxshi ko'raman o'zimning qilayotgan kasbini. Agar boshqa qiziqadigan savodoshlar bo'lsa, maylim shunday qilib statistika jihatdan bo'lsin, sog'lomlik, muhit jihatdan bo'lsin, qiziqadiganlar bo'lsa, izlasanlar çok texmo ko'p bilaman. Fikr almashtirishni çok xohlayman. Rahmat, Allah razı olsun. Eng oxirgi savolim. Undan keyin ko'rurmanlarimiz savollarni yog'dirib tutdi sizga, shu yoqqa o'taylik. Eng oxirgi savolimni so'ray. Sizning bu qisqa necha yil ichida qo'lga keltirgan natijalaringizni biror qur o'tib ketdik, biror qur tunishtirib o'tib ketdik. Shundaq bir hayot yo'lingiz qarasak, haqiqatan tuz siziq, hatto tik siziq bo'yicha muvaffaqiyat qozonish desak bo'ldiki. Albatta, bu siziqlar bayonmi deb o'tib ketgandek nurg'un qiyinchiliklarga shohid bo'ldik. Endi oila tarbiyasi bir bolani o'sib yetilish uchun ajoyib muhim. 2016-yili toza qattiq oliy maktab imtihonlariga tayyorlik qilayotgan vaqtlarimizda bak isir bir ma'lumimiz bordi, menga tuyuqsiz xabar qildi. Voy, mushuncha soatdan keyin Faxriya bir dars o'rlashtiribdi, Amerikadan kelibdiga, cho'qqim qatnashing deyilib deb ketdi-da. Men bu ajoyib hayajon bilan qatnashdim, chunki sizning nomingizni bak anglagan keyin o'zingizni bir ko'rib beqishga shunday talmirdim. Shunga o'xshash darslarni undan keyinmi o'tib sin qilib xalqimizga taqatdingiz, nurg'un o'quvchilar oz bo'lmagan manfaatlarga erishdi. Endi nurg'un kishilarimizning xayolida menda bir narsa bor. Yaxshi o'qigan insonlar xuddi o'zidan oshlanmaydigandek, manlam deydigandek, atrofidagi insonlar bilan aloqasi yo'qdek, xuddi ularning ota-onasi hamma narsani hal qilib beradigandak, uy ishlari, oila yuklaymiz, ular bilan hech munosabat yo'qdek, o'qishdan boshqani bilmaydi deb o'ylaydi. Nurg'un kishilar shunday o'ylaydi. Halbuki undaq emas. Masalan, shu vaqtda yiningizda dadangizni ko'rgandim. Apangiz bilan 100 tirani ko'rish kursi bo'lmadi, lekin shu to'liq o'tirida 150 nomer matematik to'liq nomer olgandan keyin televiziya programmalarida sizni va apangizni ziyorat qilgan vaqtlarda ba'zi gaplar bek ta'sir qilgandi. Shu muvaffaqiyat yo'lingizda ota-onangizning sizga ko'rsatgan ta'siri va tarbiyasini bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, bek to'g'ri aytdingiz. Hozirgacha bo'lgan tutuqlarim bo'lsin yoki ish qilib bosgan qadamlarimda hammadan ota-onamning ajri eng ko'p deb o'ylayman. Ota-onam hamda ikkilisi ziyoli o'qituvchilar, oliy maktabda dars berdi, injenerlik darsini. Shunga ish qilib kichkimizdan tortib esimni bilsam, qachonli qarsam ota-onam yo dars tayyorlayotgan, yo shu kitob o'qiyotgan, yo topshiriq tekshirayotgan. Shundaq bir oilada nihoyatda jimjit bo'lgan bir o'rganish muhiti tabiiyla shakllanganda shu men ular qarab, ular kitob o'qisa, men o'qishni bilsam, bilmasam o'qib ketdim. Andin ular o'qituvchi bo'lgan keyin ba'zan vaqtlarda o'zir boqqan meni undaylik cho'nglar bo'lsin yoki boshqa bir qish bilan yo'q. Opam ba'zan vaqtida esimda bor darsxonalarga akirib tashlab qo'ydik. Shularning dars o'tganlarini ko'rib, men shularni do'rab, kichik vaqtimda qo'nchoqlarimga dars o'tib, uyda do'st qog'ozlarni choplab, tamga dars o'tib, ashta yaxshi ko'ratdim-da, ma'lum bo'lmay cho'ng bo'lsam deb shunaqa o'ylaydim. Demak, ota-onamniki bizga bo'lgan gap so'zdan bakrak ularningki shu o'ziniki ish harakati orqali qilgan ulgulik roli bak cho'ng.
Apammo bay siz degan shu ko'ngillik so'z bo'lsin, boshqa programmalar chiqardi. Shunda degan biz hamda bolalarımizga biz o'zimiz qanaqa qilsak bizni do'rab shuna qildi deb hamma narsada o'zimizning ish harakati orqali ko'rsatishni tanladik deb shuna degan. Masalan, xuddi bir hikoya bor, bir dada bor, to'xtamay kunda qo'lida kitob elib kitob o'qiydi. Bolasi dadasi qarab, bosim kitob o'qiydi. Shunday necha yil kitob o'qiydi, lekin u bola cho'ng bo'lgandan keyin bilsa, dadasi asli xat o'qiy olmaydi ekan. Lekin o'zi xat o'qiy olmasimi, savodi bo'lmasimi, kitob qarab o'ltirsam, mening bolam kitob o'qiydigan bo'ldi deb o'ylaydi ekan. Shu hikoya o'xshash hamda. Ota-onam mana qiling deb hech qachon kendimiz kirib boqmang, faqat o'zlari bizga yo'l boshlamchi bo'ldi. Bu o'rganish qilmaydi, boshqa jihatdan bo'lsin, masalan, turmush jihatda oddiy sodlik bo'lsin, o'zining tirishchanligi, aqlonligi, boshqalar bilan bo'lgan har xil munosabatlar bo'lsin, hamda dadam shuna xushchaqchaq, shuna kichik film, shuna fazilatlarni biz fuqamishimiz bular qarab turib o'zimizga ulgu qilganda. Ondan yana birisi opamdimi nurg'un programmalarda shuna savollar so'ragan, siz bolalaringizga nima bersiz zodi debchi, siz bir alayda bir narsa berasiz, sehrli reseptlaringiz bormi deb. To'g'ri, opamning hamda eng ko'ngil bo'lib bizga qilgan ishi shu tomoq bo'lsin, uyning muhiti pokiz azod bo'lgan, pokiz anandikin suyuq tomoq, quruq tomoq, qo'rg'an tomoq, har xil issiq sovuq tomoqlarni tanishab bizga bir kun unaqasi bir kun deb biz o'zimiz yaxshi ko'rgan ish qilib tomoq bizni osh qo'ymaydi hamda shu tomoqlarni yaxshi etib qilib bersam bolalarim sog'lom cho'ng bo'lsin deb o'ylaydi. Shundoq tomoqlar etib ekan hamda o'xshash lag'man bo'layib cho'ng bo'lgan. Ondan yana birisi ota-onam bizga kichik ishlar bo'lsa-mu ko'ngil biladi. Menimcha bu hozirgi jamiyatdagi hozirbek aldirashamiz, aldirash bo'lib ketdi. Ota-onlarimiz aldirash bo'lib ketdi. Ba'zan ota-onlar hatto aldirashchilikda o'zining bolasining qaysi to'qiyotganligi, sinf emas, qanchinchi yillik to'qiyotganligini bilmaydi. Masalan, bolam qanchinchi yillik o'qiydi desa, tikinib ketib yoki bo'lmasa bolasidan so'raydigan ahvollar bo'ldi. Menimcha shunchaki kichik ishlarda bolalarimiz qanday o'qiyotdi, bolalarimizning ma'lumlari kim o, masalan, ota-onam hammasini biladi-da. Anandan kunda uyga qaytib kelgandan keyin tomoq yegash o'ltirishqash, ularmi bizga maktabda bo'lgan gaplarni qilib beradi. Paranglarni qilib beradi. Mana bo'ldi, o'quvchilar bunday qildi, ana qildi deb qizg'anib gaplar qilib beradi. Bizmi ular bizga nayt uch quyruq bo'lg'ashqa bizmi ularga ichilib maktabda bo'lgan ish bo'lsin, qiziq ish bo'lsin yoki ko'nglimiz yarim bo'lgan ish bo'lsin, hamma narsani, hamma gapni qilishadi. Fuqamashlar. Shuni to'yotimiz xuddi uyda bir xilalik bu haddidan ziyoda bo'lgan erkilishmi yo'q yoki haddidan ziyoda bo'lgan qattiqqo'llikmi yo'q, bir xil shundoq bir ilmiy bir-birimiz do'stdek shundoq o'tadi-da. Buni menimcha naytda muhim bir omil. Hamda eng oxirida yana ota-onamning eng yaxshi qilgan hamda nurg'un ota-onalar, yosh ota-onalar bu foydalanish bo'ladigan yana o'ylaydi, tavsiya qildiganim buni yana opamdan olgan. Opam programma chiqqanda shunaqa deb kichik bolalar maqtashga rag'batlantirishga bek yaxshi ko'rdi. Qizim kichik vaqtida mustaqil imtihonlar yuzini murasa bizning uyga mayli tuqqanlar kelsin, mayli do'stlarim kelsin, shundoq deb bersam, qizimning kulib xush bo'lib ketganligini ko'rgan deydi. Mening ismim yo'q hamda undaq qilganlarim. Lekin opam shunday diqqat qilganda men maqtab kelsam, men xush bo'lib ketadigan kichik vaqtimda anglab, bundaq ishni turida quloq mo'lis bo'lib, bek yaxshi ko'radi. Men shuni ko'rib, qizim maqtashni yaxshi ko'rgan deb to'xtamay maqtaydim. Xalqni oldida o'ziga maqtab rag'batlantirib berdim deydi. Haqiqatan shundoq ota-onam ish qilib, masalan, bir ishni xato qilib qolsak, mana qilibsiz deydi, bekni ayblab ketmaydi, lekin bir ishni yaxshi qilgan vaqtimizda yaxshi kichik ishni tutilib, shunaqa maqtab berdi. Chunki menimcha hozirgi kichik bolalarning bismini aytishi, bunday vaqtlarda bunday maqtash bek muhim deb o'ylayman. Shunday kichik ishlar hamda ota-onamniki bizga qilgan. Hamda boya siz dedingiz, shuni oldim azroq to'xtalgim keladi. Siz boshqalarmi masalan shunday mayli plastik ishlash, to'rdagi har xil matematik darslarni ishlaydi, Harvard o'qib qaytgan vaqtlarda mushtaq ishlarni qilib kelibsiz deb. Men hozirgacha shu kunga erishishimda boy dedim, ota-onam ajram hamda muhim, lekin bu oraliqda menga yordam qilgan sanoqsiz odamlar bor. Boy men deb o'tgan, men hatto Amerikaga kelishdan burun hozirgacha bilmayman kimni o'zgartib berganini, menga maqolalarimni o'zgartib bergan, shu personal statementlarni o'zgartib bergan. Men kelgandan keyin mayli Qaysarkamga o'xshash boshqa yana nurg'unlagan menga yo'l ko'rsatib, mana undaq qiling, undaq
manda qilingda yo'llarni ko'rsatmagan doktorlik iltimos qilib shunaqa qilgan odamlar nurg'un. Yana hatto boyaqa man deb o'tgandek Harvarddagi mening qartalik ayol o'qituvchim o'qish mukofot pul olishimga yordam qilgan. Shunday odamlar har birisi qo'lma-qo'l yo'lashtirib, hamda o'zimlar Polkada bu natija chiqqanda har bir odamniki men singdirgan ajr bachchiq yordam bachchiq shuna mushlar o'ylsam men boshqalarga qancha yordam qila olaman, boshqa yordam qila olamdim, xalqlar meni yo'lab akaganman, boshqa yo'lay olamdim deb bekrak o'ylayman. Kunda shunday narsalarni qilmay oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda, Harvardda o'qiyotgan vaqtimda Undarda supada har xil o'quvchilarniki so'ragan savollarga javob berib shunaqa qiladim. Hozirmi endi izlaydiganlar bo'lsa, qancha yordam qila olsam, mayli aspirantlik iltimos qilish to'g'risida bo'lsin, boshqa jihatlar bo'lsin, yordam qila olsam, yordam qilsam deb o'ylayman. Men shu narsani his qildim. Endi qancha yordam qilsak, shuncha yordam qila olsak yaxshi bo'ldi ekan. Endi yordamga erishguchi bo'lish nuqtamizdan bizmi atrofimizdagi bizga yordam tegadigan mushta odamlarni bayqab, mushlar man qanday yordam qilsa bo'ldi deb shu odamlar bilan paranglashib, shulardan yordam so'rashmi bak muhimki. Chunki sizga yordam qiladigan odamlar tayyor turgan bilan siz ularga berib mushlardan foydalanishimiz, hamda o'sha odamlarga albatta foydalanamiz, hamda ularga minnatdorlik bildirishmi bak muhimki. Men Harvardda o'qish bitagan vaqtimda men bak ta'sir qilgan bir ish o'qish bitirish marosimidan burun bizga har birimizga ishqital xat qog'oz bilan konvert berdi. Buningda hamda Harvardningki logosi bor ekan. Shu konvertni berib, mushunga o'zinglar mush ishkil jarayonda minnatdorlik bildirishni xohlaydigan odamlar bo'lsa, yezib bizga bersanglar, biz mushuni Harvardning nomidan avatimiz shularga dedi. Men shu chog'da shu boyaman deb o'tgan menga o'qish mukofot puli yordam bergan shu oshqartalik ma'lumotniki bilan yana bir ma'no aytgan bilgan ma'lumotga shularga minnatdorlik xati yezib shularga shu konvert avatdim. Lekin o'ylab beqat to'xtab turib bu ishkil odam emas, menga yordam qilgan bakchiq adam bor deb shuni ulardan men chiqib o'zim kartlarni, qog'oz konvertlarni setib olib o'zimni o'sha eng yaqin suyumli do'stlarim bo'lsin. Menga hatto bizniki shu o'quvchilar binoni tozalagan tozalaqchisi har kuni biz bilan paranglashadi. Bak yaqinlik bir odam. Shu odamga o'xshash boyaqqiningdek qaysar qamoqchish menga yordam qilgan odamlarni hammasi o'tirib men o'qish bitirishdan burun minnatdorlik xatlarini yozib shularga avatdim. Demak, men bu narsa ta'sir qildi. Bizga har bir hayotimizda, har bir qadamda hargiz o'zimiz yolg'iz biz basimiz deb olamaymiz. Cho'qim meni bizga yordam qilgan odamlar bor. O'sha odamlarga minnatdorligimizni bildirishmi men shu menga kelgandan keyin o'rgangan bularning madaniyatidagi bir aktiv ta'sir bo'ldi deb o'ylayman. Bachchiq so'zlab ketdim men shuncha istag'firullah. Estağfurullah, shunchalik yaxshi bo'ldi. Endi programmamizda kelgan inkaslar bizning suyukli ko'rurmanlarimizning savollari bor ekan, ularni so'rashni boshladim. Bir ko'rurmanimiz bundoq deydi: "Nima ishga muhit ilmi kasbini tanladingiz?" deydi. Va keyingi nishoningiz nima? Bo'ldi. Endi muhit ilmini tanlashimda har xil tasodifiyliklar bo'lib qoldi. Bejon universiteti o'tgan vaqtida chunki bizningki asosiy millatlarning tanlaydigan kasblarimizning nimasi tanlashimiz nihoyatda oz bo'ldi. Men shu vaqtlarda boshqa matematika ya boshqa narsani o'qim keldi, lekin tanlash kompyuter, doktorlik, muhit ilmi bir necha xil kasb bo'lgan men rost gapni qilgan vaqtida buni aniq ochiq aytib desam bo'ldi. Men bu kasbning zodi nima ekanligini bilmay kirib qolgan hisobda. Ba'zan vaqtida shunday bo'ldi o'ylab ulug' gaplar kitamayman men muhit ilmini kichkimdan bak yaxshi ko'rib bundoq deb. Haqiqatan tasodifiyliklar kirib qoldim. Andan keyin buni asta-asta o'qigandan keyin andan keyin buni bo'lgan tushunishim eshib men buni bak yaxshi ko'rdim hamda texmo odamning bu meditsina bilan odamning sog'lomligini qanday qilsam buni bog'lay olaman deb asli men muhit injenerlik institut o'qidim Bejon universitetida. Demak, o'qigan kasbim bakrak injenerlik abay deganda bioximiya bilan munosabatli. Endi men chet el iltimos qilganda men buni qanday qilib sog'lomlik bilan texmo yaqin keltira olaman, chunki o'zim burundan qiziqaman. Uning ustiga millatimiz yoki bo'lmasa bir xalqimizni gullantirish uchun ma'rif haqiqatan bak muhim. Hamda sog'lomlikqa ozroq to'kib qo'shishmi, sog'lomlikni yaxshi ilgari sura olsak, millatimiz yaxshi gullanalaydi deb o'ylayman. Shularni o'ylab, endi sog'lomlik kasbi bilan muhitni birlashtirgan muhit sog'lomlik aytdi. Men uchun bir perfect bir kasb bo'ldi deb o'ylasam
oldu. Şunu mushu kesibim işte kirdim. Ondan keyin Harvard hazır doktorluqni o'qiyapman. Daim buyursa kelar yili hamda o'qish bitirman deb turyapman. Bu o'qish bitirgandan keyin hamda qisqa planlarim doktor ashliqni ma'lum bir maktabda o'zim yaxshi ko'rgan yetakchi o'qituvchi bilan doktor ashliqni ish texmo bu doktor ashli ya'ni doktorlik bo'lgandan keyin yana bakrak texmo ko'p tadqiqotda o'zini takomillashtiradiganlar uchun berilgan fursat bo'lg'achqa doktor ashli o'qishni o'ylashyapman. Undan keyin endi maktabda bo'lamdi yoki hukumat organlarida bo'lamdi yoki bo'lmasa hatto shirkatlarda bo'lsin, o'zimninki shu muhitninki anondan keyin statistika sansfirlar bilan bo'lgan shunday bir tadqiqotni ilib berishni xohlayman. Chuqur professor bo'laman deb turolmayman maktabda qilib, lekin nagil bo'lsam shu tadqiqot qilsam men o'zim shu kod yozishni to'xtatib qo'ymay, yangi narsalarni, yangi savollarni bayqab, yangi savollarni o'tirib qo'yib, shuni izlanib, yangi narsalarni bayqasam deb shu hozircha shunchalik yo'nalishni o'zimga oydinlashtirdim. Allah yolu olsun çıksın. Fəxriyyədən sizcə aldığınız ki 5 il içində qaysı kəsblər nüqul halətdə aldığı çıxıdığı deydi? Ben bay degandek hozir kompyuter bilan munosabatli bo'lgan kasblarni aytib oldi ketib bordi. Artificial intelligence degan o'xshash buni deb tarjima qilmasni unutib qoldim. Anikin kompyuter texnikasini asos qilib turgan nurg'unlar hozir qanday masalan men bay degan statistika bo'lsin yoki bo'lmasa robot yoki mashina yasash, har xil mashina odamlarni yasash, shunaqa munosabatli kasblarni hammasi men bunda qarab baksam Amerikada oldingi o'rinda turibdi, taraqqiyot va yaxshi yuribdi. Shoma o'zimni o'z inimni hamda ichki buni oliy maktab chiqdi. Shuningdek kompyuter kasb o'qishni tavsiya qildim. Hozir kompyuter kasbi o'qiyotdim. Mayli nima kasb o'qayli, hozir shu kasbimizning ichida kompyuter texnikasiga egallagan salmoqi baxtli zo'r. Masalan, ximiya o'qayli yoki mening do'stlarim bor biologiya, ximiya o'qiyotgan. Asosiy fan bo'lsa-mu, yana har xil sansfirlarni, chunki hozir hammamiz big data, cho'ng sansfir, buyuk sansfir degandek narsalar bo'lganlikdan hamma odamning kompyuterga bo'lgan ehtiyoji tushibdi. Shuningga mayli nima kasb o'qing, mening tavsiyam shu kompyuter bilimlarimizni tang shuni oshirib olsak deb o'ylayman. Gündür avazınızı anlayamadım. Ha, tamam, əmdi bo'ldi. Harvard Universiteti o'qish uchun qanchalik saviyani o'zimizda tayyorlashimiz kerak deydi. Baya bu nuqtada azroq to'xtalib o'tdik. Bu hamda Harvard Universiteti emas, hamma Amerikadagi yoki Yevropadagi hamma yerga davlat maktablar, oliy maktablarga qarta bo'ldi. Hamda Harvard Universitetida o'qish uchun boya men deb o'tgan o'zimizning universal, men so'zni bek yaxshi ko'raman, universal iqtidorimiz degan gapni, ya'ni hamma jihatdan hamma narsani bilsak, hatto tantarbiyada alohida iqtidor va o'qishlarni oldi Harvardga yoki san'atda alohida iqtidoringiz bo'lsin bo'ldi. Masalan matematikaninki olimpik musobaqasiga qatnashib, masalan Amerikaninki o'zininki davlat olimpik musobaqalari bor. Shuni oldin qator erishganlarim oldi, chunki maktablar aro raqobat bo'lganlikdan bu maktablarni odamlarning sarxilni, har xil soatdagi sarxil bo'lgan odamlarni elish o'zimiz qabul qilsak deb o'ylaydida. Shunga meningcha bir xil o'zimizdagi o'xshamagan bir xil alaylikni universallik bilan birga, universal degan narsani tanitmoqchi, universal bilan birga yana o'zgacha bir xil o'zimizning bir yana bir alaylik bo'lsa, masalan mening ayni vaqtdagi agar so'rasangiz, ayni vaqtda sizning bir boshqa faqat o'xshamaydigan alayligingiz nima deb so'rasangiz, ayni vaqtida meningki shu o'zimning yozgan abayman deb o'tgan shu maqolamning ichida o'zimning tadqiqotni qancha yaxshi ko'rganligim, hatto shu vaqtida men oliy maktab o'qiyotgan vaqtimda bir parcha maqolani yo'llaganda hamda bir parcha maqolani chet elning jurnallariga yo'llagan, u Amerikaninki akademiya jurnaliga oxirida qabul qilindi. Shu hamda mening o'zim xos alayligim, chunki oliy maktab o'qigan bolalarning hammasi maqola e'lon qilishi, natayin
hem iliqi tadqiqotda unda oldiga o'tib ketishni atayin. Shu bir o'zimni mush alaydan gavdandirib turib, shu maqolda ifodaladim. Yana shu yig'incha qilsak deydigan gapim shu har qaysi til jihatdan til o'tkul cho'qim o'tishimiz kerak. O'rganish natijasini yaxshi qilishimiz kerak. Har xil ijtimoiy faoliyatlarga qatnashishimiz kerak. Fidoyi bo'lamdik, rahbarlik qilamdik, guruhlarda hamkorlik faoliyatlarini qilamdik, har xil narsalarni yasamdik, kashfiyot bilan shug'ullandik. Hamma narsani qilsak, hamma narsa shu bizga bir numur qo'shilgan narsa. Lekin bir o'zimizni alayda boshqalardan farqlantirib turadigan bir yerni gavdalantira olsak, menimcha mana men deb ko'zga chiqib tura olamiz hamda Xorvatga o'xshash maktablarni ishdan o'qishlarni yaxshi ko'rdim. Tahliye Adaş'ın Xorvat Üniversitesi'de okuş jarayonida chet el o'quvchilarida bayqagan, siz Uyg'ur o'quvchilarga o'xshamaydigan alohida taraflari qaysilar deydi. Bunimi baya qisqacha tilga oldim. Chet ellik Amerikada o'qishlar, hamda Amerika men bu yerda bo'lgan o'shani o'qib so'zlay. Amerikada o'qishlarning men bergan eng chong ta'siri bular nihoyatda o'ziga ishonadi. Hatta ba'zi vaqtda hamda mubolag'alashtirib aytsak, kichikgina narsani bular nihoyatda cho'ng qilib ko'rsatadi. Chunki o'zini namoyon qilish, o'zini xuddi o'zi bir mahsulotdek, mush mahsulotni bozorga silib, mush mahsulotni promote qilib deymiz, mush mahsulotni boshqalarga ko'rsatish, namoyon qilish iqtidori bak yuqori. Shunga men yangi kelgan bakayran qolgandim. Biz odatda biz kamtar, kichik fe'l turishni yaxshi ko'ramiz. Nurg'un ishlar qilsakmi, kichik ishlar deymiz. Lekin masalan bilan guruh yig'inlarni ochgan vaqtida kichik ishlarni qilganda buni degani men mandaq tadqiqotlarni qilib, mandaq ishlarni qilib, shundaq dabdabalik so'zlash iqtidori nihoyat yuqorida hamda bularninki. Shundaq dadil hamda o'ziga ishonadi. Hamda o'zi qilgan narsa qancha kichik ish bo'lsin, bu narsani muhim deb turib ashta so'zlay oladi. Bizmi menmi asosda shu bir xil alaydan o'zimda yetiryapman, bular qarab turib, men bir o'zim deydigan bir qiziq narsa, yo'q narsani bor deb turib olsak, bu yolg'onchilik bo'lib qolgan. Ya'ni hech kim bunaqa qilmayotgan bu yerda. Hamma odam rostchil, jini chiqasimi rost gap qilgan. Hargiz yolg'on so'zlamayotgan. Yolg'on so'zlashni bular bak cho'ng ig'ir olganda. Shunga yo'q narsani boqsak olmaydi, lekin kichik narsani azroq ko'ptirib so'zlasak, menimcha yana Amerikada bo'lgan. Bularni tutgan yo'limi ashtaqqa siz bir narsani qilgan bo'lsangiz, agar qilmagan bo'lsangiz, men buni qildim deb so'zlasangiz bo'lmaydi. Lekin qilgan bo'lsangiz, men buni qildim, bunday narsa deb o'zingizni namoyon qilib olsangiz, bak muhimki, shunga dadil bo'lib, qanday proaktiv yana, night aktiv bo'lib, o'zimizni qilgan ishlarimizni hammani men bunday qildim deb chunki qilish bir gapga, uni ifodalash boshqa bir narsa. Chunki amerikaliklarning ifodalash usuli nihoyatmi yaxshi ish qilib o'zingiz qilgan narsa 50% bo'lgan, 50% da kuchaydigan yeri, masalan, hatto presentation deganda mushtaq narsa so'zlagan vaqtda bular degan ifodalashga o'ziniki qilgan narsani namoyon qilishga, bozorlashga pek usta bo'lgan. Shu bilan his qilganlarim mushtaq. Mundaq deydi, Fəxriyə Ədəşdən Xorvat oxuş jarayonidagi eng qiynalgan va yoki voz kechishni o'ylagan vaqti bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, bu qiyinchiliklarni qanday yenggan deydi. Ozroq deb o'tib ketdingiz buni, shunday bo'lsa yana bir aytdim. Shu boya deb o'tgandek eng chong qiyinchilik hamda men cho'qim yaxshi o'qimasam, nurg'un yuz kelmaydigan odamlar bor. Lekin yaxshi o'qimasam ikkinchi yillik o'qish mukobat olmasam degan menga shunday chiqib bilsin bo'ldi. Hamda hatto orliqda voy olamsam qanaqa qilaman, voy bo'ldilar deb yerib qolgan vaqtlarim bo'ldi. Endi bunday vaqtlarda boyaman deb o'tgan nurg'un odamlar menga rag'batlantirib, masalan, qaysarkamdek yaxsiz to'xtamay bilan izdan ishxonasiga yana bir berib beqing, yana bir qatim xat yozib beqing degan o'xshash shunday rag'batlantirgan so'zlar orqali ota-onamni voy ishim bo'lmaydi bolam, voy biz amal qilamiz, uni ansirmangsiz degandek shunday menga kapolat berib turib, ko'nglimni tinchlantirib qilgan narsalar shu. Yana o'zimning atrof ota-onam, do'stlarim shunday o'zim ulgu tutgan shunday rol model qilib kelgan shunday qaysarkam o'xshash nurg'un yaxshi odamlar, yaxshi ko'ngilli odamlarning gap so'zlari bilan o'tib ketdim. Hamma odam tushkunlashmaydigan vaqti bo'lmaydi, degil olmaydi. Menmi qo'pib bu yerda voy men har kuni tirishib, mana qilib irodalik bo'lib deb ketamayman. Chunki hamma odamningki psixikamiz ojiz vaqtlar bo'ldi. Ba'zan kuni qopsak, jo'shqin
canlı hayacan bilan qopmiz, ba'zan bir kuni qopsaq faqat hech chiqimiz kelmaydigan qopmiz. Buni hammasi normal. Eng avval mushuni chuqur qabul qilishimiz kerak. Hamma odamning tush ko'rishdan vaqti bo'ldi. Faqat shu vaqtdagi o'zimizni qabul qilib, mush narsani qanday chekta olayman deganni o'ylasak, menimcha chuqur ma'nosi yaxshi bo'ladi. Bir tilni öğreniş üçün asasiyyatdan 4 türlük narsa asas qılındı. Yani anlaş, yeziş, tanışaş və sözləş. Bir tilni ən qısqa yol bilan öğreniş üçün muşularının qaysısına bəkrək küçəş kerak deyil. Ha, bu savol bək yaxshi so'ralibdi, chunki boya men ingliz tilini qanday o'rgandingiz degan haqida so'zlab o'ylab baqsam, men shu bir tilga tish, ya'ni tilga olmabman. Endi til o'rganishningki men bu besh qadamdan so'rgan, qadamlar mendan so'raydi, til o'rganishning boshqa qisqa yo'li bormi? Siri bormi? Taktikasi bormi deb. Til boshqa hech qanday narsaga o'xshamaydi ekan. Haqiqatan bu til o'rganishningki boshqa hech qanday bir qisqa sizga deb bersam bir kundilam o'rganib ketadigan bunday yo'l bo'lmaydi. Endi til o'rganishda ham jaboliq bo'ldi ekan. Endi boyaman degan o'xshash bizning asos jihatdan o'qish jihatda cho'ng qiynalmaydi ekanmiz. Biz baq qiynalgan narsa anglash bilan so'zlash bo'ldi ekan biz uchun. Unda bo'lgankin men ayni vaqtda qo'llangan bir usulim, masalan bir kichik taktika, endi usul desakmi bo'ldi, qiziqqanlar sinab baqsaq bo'ldi. Ingliz tilida buni shadowing deymiz. Endi men uyg'urchada buni saylik ergishib o'qish demdiq ashundaq bir masalan bir narsani anglaysiz yoki bu CNN'ninki yoki bo'lmasa BBC'ninki xabarlar bo'lsin yoki mushtaq ingliz tili anglaydigan o'qish anglaydigan narsalar bo'lsin, shu narsani anglagan vaqtimizda mushu anglayotgan zaman shuning bilan ergishib radio bo'lsin yoki mushu so'zlayotgan odamga tang deymiz. Ya'ni shu sayisiga ergashganda qilib. Men buni hozirgacha mashq qilmam. Tezroq mashinada ketib qolsam, bir radio kanalini qo'yib, ashlar bilan tang yarim soatdek ola qilib, ashuni keyin ayishib o'qiyvermadan. Ashunda tang o'qiysiz, lekin bu orliqdan deb 0.1 sekund misal farq bo'ldi-da. Mashini shadowing deymiz. Yana texmo aniq bilmoqchi bo'lsanglar, sizdan Google qilib izlab baqsanglar bo'ldi, zot qanday mashq qilamiz degan. Men shuni bakrak mashq qildim. Buni buningda so'zlash iqtidorimiz emas, anglash iqtidorimiz ham yuqori ko'tarildi. Chunki anglayotimiz, shuni anglab, tushunib turib, shu gapni davatimiz, unda intonatsiya bo'lsin, har xil mushtaq ingliz tilidagi idiomlar, qisqa so'zlar, slang deb qo'yamiz. Ashtaq narsalar tezlam og'zingiz assangiz, deyalaydigan bo'ldi ekansiz bundaq ashtan agishib o'qiyversangiz-chi. Men mushtaq qilib, mayli TOEFLga joriy tayyorlik qilgan vaqtim bo'lsin yoki hozir qadar ingliz tilidagi so'zlashni texma tabiiy chiqarish uchun davomli mashq qilib turman. Buni shunday kunda mashq qilib tursak pek yaxshi bo'ldi. Undan yana bir narsa, bu bir amal yo'q narsa. Boya degandek til o'rganishda cho'qim so'zlik o'rganishimiz kerak. So'zlik bo'lmasa, binoni qurib chiqib bo'lmaydi, xuddi xish bo'lmagandeklar. Shunga bu so'zlik yodlash endi amal yo'q. Biz yodlaymiz, ko'zimizni yumib, irodamiz belni chang bog'lab, qayta yodlaymiz. Boya degandek men dedim kitoblarni necha qatim o'tkazdim, qayta o'tkazdim. Endi bu so'zlar qanday bo'ldi deganda asta biz shu muhitga kirgandan keyin kunda ishlatib turgan bo'lgan vaqtida texmo muhr bosgandek qoldigan bo'ldi. Chunki biz hozir bu yangi tilni o'rganayotganlikdan nurg'un do'stlar yangi o'rganib uni ishlatib qolmayotgandan keyin uning qo'lini chalg'ibay ko'mgan asan unutib qolamiz. Endi odamning qalisi degan mukammal bo'lmaydi-ku. Shunga davom buni repeat deymiz, endi practice makes perfect. Davomli mashq qilib, davomli takrorlab, shuni oqaqidan yeziversak kallamız ulaşıyor endi. Meniki shuningki shakllanishni mashq qildik. Oqaqidan ichki nerviga biz ashu ta'sir ko'rsatsak, ularningki bog'lanishi texmo kuchli bo'lib, ashuningki qapqa asti qilib qolgan narsalar bilim texmo tashqi bosqandek bo'ldi. Mushishki narsa. Tamam. Undaq bo'lsa, savollarimiz qarab baxtim, bekchiq savol kelibdi. Şuna imkan qadar vaqtimizni qisqa bo'lganligi uchun sal qisqartirib, yig'inchoqroq javob bersak, texim yaxshi bo'ladi. Mundaq deydi. Xatolik daftar to'g'riliq tafsiliyroq to'xtalgan bo'lsangiz, faqat xato ishlaganlik xotirlaymizmi yoki yesh jarayonini tafsiliy xotirlaymizmi deb so'radi. Menimcha o'qish hayotimiz bo'layotgan yoshlarning hammasi anglashga tegishli bir savol deb qarayman.
Çünki mənə payda qıldığı bu xatalıq dəftəri, gərçi mən bək təfsili tutub getməyən bolsammı, şunlaşqa sizin anlaydı əm cavabını. Xatalıq dəftərini şəxsən mən eyni vaxtda bəzən vaxtda bəlkə xatalıqlar çıxıb çıxdı, uğurluq qalmaz, əmini küçürüb hesablamısammı, faqat mən özümlə oturub nemişqa məsələn matematikani misal alsam, şu sualni nemişqa xata işitdim, mən bağlayanmağan, bay mən dəb ötən, bağlayanmay qalğan asosiy nöqtam, şunu mənə sorarlar, nəs nimo deganni özümni bir məndə əskərtiş yüzsüdünlər, şu nöqtəni dərhal yazmağam. Məsələn, muş nöqtəni isim ala alğan bolsam, bu sualni işləb çıxara alaydım. Demək ki, siz qiynalğan dərəcə qədər siz shuni yeshanmagan qadamga qadar yozsangizlar menimcha shu kifoya deb o'ylayman, chunki siz shu o'zingizni bir qatam eskisab qo'ygan keyin ha buni keyin men bilman deb keyin yozib chiqa olamiz. Lekin bu xatolik daftaridagi savollarni takrorlanavergan vaqtda yana hamma narsani yozib o'tolmay yoki burunqi savolga rang beramsiz yoki ma'nosi qizil rang, men buni davomli xato ishlatman, shuni alayda diqqat qilay deganga o'xshash har xil o'xshamagan sistemlarda qo'llanib xatolik daftari kirgizsak bo'ldi menimcha. Lekin shaxsan men shu o'zimniki menga bir eskartish nuqtasi yoki ikki eskartish nuqtalarini shularni yozmoqdim. Amerika ma'rifi bilan vatandagi ma'rifning qanday farqi bor ekan deydi. Buni azroq so'zildik, ya'ni vatandagi vaqtimizda nurg'un narsalar passiv holatda bizning ma'lumotlarimiz vaqirab yurib, shunaqda o'tildir. Mani angla deyman deb to'sqoq urib yurib, shunaqa so'zlaydi. Endi vatandagi mayli boshqa men bildigan yoki oliy maktablarning hammasida men yana ko'proq ahvol ostida ma'lumotlar bakrak kuchab, mana qilsanglar, mana qilinglar deb yoki sinf mas'ullari sizni izdiringizni qilib qiladi. Endi Amerikada masalan siz bir oy ishga maktabga kelmasangizmi, sizni esa nimishqa maktabga kelmadan bunda qilma deydigan odam yo'q ekan, odam bo'lmaydi ekan. Faqat darsni o'tamadingiz, mana natijangiz deb qo'lingiz suzib qo'ygan bu oraliqda ma'lumlarningki, maktabningki o'ziga ustiga olgan mas'uliyat eng oz bo'lgan. Asosiyatdan ko'p qism, endi 100% bo'lmasmi, eng ko'p qism mas'uliyat ya'ni o'quvchilarning o'zi bo'lgan. Bunda bo'lganda o'quvchilarningki o'ziningki individual nimasi o'ziga bo'lgan mas'uliyati o'zligidan ishlarni narsani qilish eng cho'qim texmo kuchli bo'lmasa bu bir mushkul ish bo'lib qolgan, buni yengish tez bo'lib qolgan. Shunga o'zimizga bo'lgan talabimiz, mayli plan tuzish yoki o'zimizning irodasini tog'lash jihatlardan bo'lsin, ishqilib chatal bizga bir cho'ng sinov bo'ldi deb o'yladim. Vatandagi vaqtida biz vatandagi vaqtdagi farq, ikkisining farqi shunday deb o'yladim. Andan keyin chatalda yana bir aktiv bo'lgan menimcha yaxshi yeri. Masalan, biz imtihon deb kichkimizdan imtihon ma'rif cho'ng bo'lganlikdan vatanda imtihon degan bak cho'ng narsa. Imtihon olgandan so'ng sinov narsasi belgilaydi. Lekin men Amerikada his qilganim, hatto to'liq o'rta maktablardagi o'qishim shunaqa ekan. Bularningki bir darsning nurg'un projektlari bo'ldi ekan, yoki topshiriqlari bo'ldi ekan, bir necha qatim imtihon bo'ldi ekan, hamma maktab sinf qatnashish ahvolingiz hamma narsani qo'shib, andan siz bir universal natija chiqarib berganda, siz eng oxirida olgan natijangizlar siz bir taldaraq esiblar, sizni mushida natijangiz shu deb turib olmaydi. Shunga bundaq bo'lgan vaqtda haftalik oylikda oylik o'rganish bo'yicha biz minib turganmiz. Mavsumga imtihon qolgan hamma narsani 5 barmoqni og'zida tiqqan o'xshash bunday qiynalgan ahvol bo'lmaydi ekan, hamda har xil o'quvchilar o'rganish guruhlarini tashkillayotgan, andan keyin yetakchi o'qituvchilar bor ekan, har kuni darsdan tushib nurg'un statistika darslarim tasbih bo'lg'achqa bizning yetakchi o'qituvchimiz yana aytsizlar ma'lum o'tgan muhim nuqtalarni qayta takrorlab berdi-da bizga. Yana shu takrorlash bek muhim bo'lganlikdan bularni shuni tunib yetdimi, ishqilib dars vaqti bir xil, darsxonaning shakli har xil o'zgargan shakllarda bo'ldi ekan. Dars bo'lsin, o'rganish gruppasining bo'lsin yoki yetakchi o'qituvchilarning bizga beradigan takror vaqtlar bo'lsin, ashda oqaqidan biz dedik-ku, takrorlash hamma narsani mukammallashtirdi deb mush narsaga bakrak ahamiyat bergan ekan. Endi deydi, universitet o'quvchilari har xil besimlar sababli o'ttirg'a chiqqan tushkunlik va bal qo'yishlarga qanday taqobil turimiz deydi. Mumkin do'st qisqartib javob beraylik, chunki savolimiz xeyli lamji. Ma'qul.
Ben şahsen hem de men özüm duş kelgen müşkül işler olsun. Ailemdekilerden biz hem gaplarni deyishimiz, men ailemdekilerle o'rtaklashman. Nurg'un yaqin do'stlarim bor, mayli Amerikada bo'lsin, boshqa chet ellarda o'qiyotgan, burun men bilan o'qib chiqqan savodoshlarim bor. Shular bilan o'rtaklashib, shulardan bir-birimizga tasalli topamiz hamda. Biz hammamiz muajiratda yashayotgan bo'lgan keyin qarindoshlarimizdan, o'zimizning odamlardan ko'nglimiz suv ichib, tasalli topganmiz. Anandan keyin hatto maktablardan keyin bizning maktabning bor, Xorvatdan bor. Psixik maslahat beradigan. Har xil masalan bir berib paranglashib kelsangiz, bu nayt sizga foydali gaplarni qilib, hech bo'lmaganda mo'nish beradigan bir odamlar bo'lsin, o'sha yerda psixik maslahat beradigan odamlarning ashtaq markazlari bo'lgan. Shu markazga berishdan biz hargiz uyat his qilmasligimiz kerak menimcha. Chunki hozirgi zamondagi bu bisimda hammadan kelayotgan bisim g'oyat zo'r. Faqat tasvirliksiz bisim bormish. Bu o'quvchilarningki, bu chet elda o'qiyotgan bizga o'xshashmish. Yurtidan ayrilib, o'zi yolg'iz kelgan yashayotganlarningki, bu bisimimizni qil bilan tasvirliksizda. Shu yerga berib bir odam bir soat o'tirib ketsangiz anglab bersinmi, u degan shunchalik chiqildi. Nimani bisimni yengillatish deb o'ylayman. Shunday vositalar va anandan o'zimiz cho'qim yaxshi ko'radigan bir necha xil qiziqishimiz bo'lsa, ya yuguramiq, ya so'zamni ishqib shunday badan chiniqtirishni qo'yatmasak, badan qancha chiniqsa, nervimizdami o'zimizni nervini xush qiladigan shunday hormonlar bo'lsin, moddalar ajratildi. Shunga badan chiniqtirishni o'zimiz qiziqadigan ishlarni qo'yatmasak deb o'ylayman. Endi bir ko'rinimiz bunda bir taklif o'tirib qo'yibdi. Sizning hozir tadqiqot yo'nalishingiz asosiy ana bolalar sog'lomligiga munosabatli ekan. O'zingizning o'rganganlarga birlashtirib, ana bolalarning sog'lig'ini saqlash haqida leksiyalarni tayyorlab xalqimizga sunsangiz pek yaxshi bo'lar ekan. Masalan, Kolumbiya universitetida tadqiqotchi bo'lib ishlayotgan doktor Mehmet Emin akamizdek deydi. Bu sizga qilingan bir taklif. Rahmat. Mehmet Emin akashning YouTube kanalini biz pek yaxshi ko'ramiz. Hamda nurg'un ashtaq qilayotganlar bor. Bu bir yaxshi taklifga men cho'qim yaxshi o'ylashman. Hozir bu dissertatsiyarimni biza tamomlagandan keyin texmo vaqt biza bo'sh bo'ldi. Shu vaqtda rahmat fikringizga. Hozir doktorlikda o'qiyotgan muhit to'g'risidagi tadqiqotingiz yer sharining to'xtamay isib ketishi bilan, ya'ni karbon dioksidning atmosferadagi nisbatining o'rlishi bilan munosabati bormi yoki burun magistrlik tamomlab bo'lganmi deydi. Men hozir qilayotgan to'g'ri yer sharining isib ketishi, klimatninki o'zgarib ketishi hozirgi nurg'un narsa ta'sir ko'rsatadi. Hamda nurg'un kishilar diqqatini chechayotgan, diqqatini markazlashtirayotgan temalar nurg'un davlatlarda buni inkor qilayotgan bo'lsinmi? Nayt muhim. Bizning tadqiqotimizdanki hamda bu karbon dioksidninki havoda nimasidan yuqorilab ketishi, hamda havoning bulg'anishi, temperaturning isib ketishi bilan bir udul munosabat yo'q. Masalan, men havodagi moddalarni tadqiq qilmayman, lekin qiziq yeri mushu narsalarning hammasi bizning muhitimizga, masalan biz ichayotgan suvga, biz yeyotgan narsa, chunki o'simliklarni tuproqdan o'sadi, tuproq havoni nafas oldi. Shunday bo'lgandan keyin hamma narsalar chambarchas bog'lanib ketganda, unday bo'lgan keyin hatto bisimmi shu bu narsalarning temperaturning o'zgarishlarini ba'zan bizning gruppidagilar tadqiq qildi. Temperatura o'zgarishiniki, masalan, amildor qanday ta'sir ko'rsatadi deganda, shunday narsamiz chambarchas bog'langan bizning saharimizda. Bizningki nuqul holda shuni tadqiqotma demasakmi, mush narsalarni o'rganib, mush narsalarning mening qilayotgan tadqiqotim qanday ta'sir ko'rsatadi, yoki bo'lmasa umumyuzlik muhitga qanday ta'sir ko'rsatadi degandan biz o'rganib turibmiz. Darslarimizda muhit o'zgarishniki, temperaturani o'rlab ketishi to'g'risidagi nurg'un narsalarda biz munozaralarni olib boramiz. Bu da'vodarim shunchalik bu temada. Ko'rimiz bundan so'rabdi. Her saat 4 Harvard degan kitobni menimcha hammamiz o'qidik deb o'ylayman. Shu kitobda Harvard universiteti o'quvchilari haqiqatan shu kitobda deyilgandek Harvard universitetining kutubxonasi har soat 4:30da o'rganish qilayotgan o'quvchilar bilan to'lgan bo'lamdi deydi. Bunun javobi ha va yo'q. Mavsum oxirida ammo odatda nurg'un kutubxonlar kechicha o'chib bo'lmaydi. Bir necha kutubxonlar shunda Harvardda nurg'un kutubxonlar bor.
Lekin mavsum oxiri bo'lgan vaqtida nurg'un ballayliqi kitobning rasmiy kitobning qo'yniga cho'miliblar mana shundaq mayli kutubxonalar bo'lsin, mayli qahvaxonalar bo'lsin, mayli o'ziniki yotoqlarda bo'lsin, shundaq sahargacha kechgacha kitob ko'rgan ahvol bo'ldi. Lekin men endi shaxsan men aspirant o'qigan bo'lganlik uchun bu to'liq kursdagi bolalarningki imtihonlari mavsum oxirgi imtihonlarini tutgan nisbati jiqroq bo'ldi. Bizningki men boya deb o'tgandek har xil projekt deydi, guruhlar hamkorlashgan narsalar jiqroq bo'lganlikdan bizningki aspirantlikda ham praktikal qilganlar bor. Undaq bo'lganlikdan biz chiqib shaxsan men o'zim unda kecha soat 2gacha 4gacha unda o'rganish qilib baxmadim. Men atrofimda unda o'rganish qilganlarni ko'rib baxmadim. Chunki ham o'ziningki boshqa ijtimoiy faoliyatlarni qilib turib, ham o'rganishni qilib turib, ma'nolaydigan bolalarni men jiqroq ko'rdim. Unda kitobga cho'mib unda soat 4gacha kechgacha o'rganadigan bolalar qaraganda unda hamma narsa ham undaq deymiz ham uyandim ba, ham o'rganishdim ba deganga o'xshash har xil faoliyatchan shunaqa bolalarni jiqroq ko'rdim desam bo'ladi shaxsan. Endi 2-3 o'rganish qilgan vaqt bizning vatandagi oliy maktabga tayyorlik qilish vaqti mumkin deyman. Ajoyib rasmiy kecha uxlamayotda shu bitta maktabga ketgan vaqtlarimiz bo'ldi. Nasaydı? Tahriye salimizdan Uyghur xalq uchun xizmat qilish qanday konkret planları barligini anglab baxsaq bulamdı deydi. Buldu. Hozir men davomli o'ylayman bu masalani. Atrofimizdagi nurg'un mayli yosh bolalar bo'lsin, mayli boshqa cho'ng akalarimiz bo'lsin, bu narsa to'g'risida shunaqcha paranglashimiz. Men bayama nachiqatdan ta'kidlab o'tdim. Ma'rif menimcha ma'rif yanada ma'rif mayli qandaq millat bo'lsin, menimcha bizningki gulnishimiz uchun eng ko'p qo'shalaydigan narsa ma'rif. Shuningga men sizlarniki shu saytlardan bak suyundim. Sizlar shundaq shu ma'rifni mayli shu fan texnikani, matematika, fizika degan o'xshash shundaq insoniyatningki eng oldida turgan narsalar shu yoshlarimizni ko'proq qiziqsin, kichik o'smirlarimizning qiziqish bo'lsin deb sizlar shu sohalardagi odamlarni akadlarni akilib shu yerda so'zib turmishlar. Kanallarning o'zi sizlarning qanchalik shuni tunib yetganinglar, shuni e'tirof qilganinglarni o'zi isbotlaydi. Shu men aytib suyundim va xush bo'ldim bu fursatdan. Men sizlarga o'xshash o'ylaganligim uchun ham bu programmaga keldim. Menimcha bizningki har bir mayli qaysi sohada bu haqiqatan soha ayirmaydi. Mayli men muhit kasbda o'qay yoki bir doktor bo'lsin, advokat bo'lsin, boshqa qanday soha bo'lib ketsin, bizning qila oladigan eng nuqul hammamizning o'xshash qila oladigan ish ma'rifimizni ilgari surish uchun yosh bolalarningki, o'smir bolalarningki ma'rifga bo'lgan qiziqishi, oliy maktab, yaxshi oliy maktablarda o'qiy olishi, oliy ma'rifdan bahramand bo'la olishga biz qanday qilib fursat yaratib beramiz? Masalan, men shu Bejon universitetidan boshlab endi ko'proq vatanning ichidagi nurg'un do'stlarningki mening 10 mingdek agashkuchirim bo'lgan endi AMSda. Shularningki kunda savol so'raydi, shu savollarga javob berib, ingliz o'rganish boyimiz deyishgan ham mazmunlarni har yili chetilgan savollar so'raydi. Ashta kichik ham savollarga boshqalarning bir og'iz savoliga shuni ilib javob bersangizmi, ashundan rag'batlanib xushib ketadi-da u bolalar. U bolalarningki so'zlarini ko'rib, men bir xil ilhom rag'bat qiladi. Shunday kichik bo'lib, endi hozir men kelgan vaqtda ba'zan vaqtida aloqa qilishadigan, masalan, boshqa davlatlarda men kelib o'qishni xohlaydigan aloqa qilishadiganlar bo'ldi. Uningga o'zimizning kuchini yetishicha yordam qilib kelayotimiz. Agar o'zimning kasbida yoki kasb jihatdan qiynalib javob beramay qolsam, boshqalarni chetib qo'yib, savol so'rab deganda, agar maqolalar bo'lsa, o'zgartib berilgan ishlar bo'lsa, o'zgartib berib, shu bolalarniki asos o'zim qila olay hozircha endi bir doktor aspirant o'quvchi bo'lishimda o'zimdan qila oladigan ish shuki, qanday qilib Harvardga o'xshash davlat maktablarda jiq Uyg'ur bolalar yoshlar o'qiy oladi. Qanday qilib Amerikaga texnik bolalar kelib xizmat tepish bo'lsin, boshqa narsa qila oladi. Anadagi bizning ba'zan har xil aktiv energiya taqtiyotgan salonlarimiz bor. Shu salonlarda ba'zan vaqtda men fidoyilik qilib, tamayil tarjimonlik bo'lsin, mayli aqsabda ishlaydigan xizmatlar bo'lsa, hozir ishlab kelyapman. Shundaq endi mening eng muhim deb o'ylaganim shu ma'rifimizni, ma'rif nurg'un ko'proq yosh bolalarni shu texnik jiqroq ma'rifda yaxshi ma'rifdan bahramlanish uchun o'zimizdan bir kishi to'pimiz qo'sha olsak deb o'ylayman. Uningda sirt endi kasb jihatdan bo'lsa, keyin o'zimiz yaxshi xizmatlarni topa olsak,
iş organları olsun yoki maktablarda olsun, özümüzün Uyghur balalarını terbiyeleyalsak, eğer özümüz ekilip, okutup degandek, İnşallah. şunaqa yetakchi bo'la olsak, yoki bo'lmasa xizmatlar o'rlashtirish jihatdan beralsak, anan degan tadqiqot yo'linishim jihatda qanday qilsam shu texmo boyidanga o'xshash o'zimdan o'rgangan narsani so'zlab boshqa odamlarga tuntib qila olsam, menimcha yana izlanayotgan, to'g'ri bu mukammal javob bo'lmay qoldi, lekin hozir bizmi davomliq mayli atrofimdagi do'stlarim bilan bo'lsin, boshqalar bilan biz shu masala to'g'risida shunaqa paranglashimiz ham izlanimiz, ba'zan o'zimiz demay qilayotgan, deb qilayotgan cho'ng kichik ishlar bor. Shunga davomliq yana taklif fikrlar bo'lsa, boyaqidek esil taklif fikrlar bo'lsa, uni ochiq yo'riq bilan qilaman. Rahmat. Endi ba'zi insonlar ismi jismiga loyiq bo'ldi, sizga o'xshash. Faxriyadan Rahmat. sizin faxrlarimiz. Hatta program qilishdan avvalmi degandim, siz bilan bu suhbatni qilishdan bildim shunda o'tirib, shunda suhbat qilayotganligimizdan shunchalik xursandman-da. Rahmat. Çünkü programımızdan, paramızdan işten tek çıkıp ketip olamayotma. Ama əks vaqt münasibət bilan programını axırlaşdırışım gerek. Aldı bilan ziyaretimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Allah razı olsun. Özünüz basqan muvaffaqiyat yolu orqali yoshlarımizga umid va ilhom bo'ldingiz. Bu suhbat jarayonida 14-o'rta maktab va bizning 14lar emas, bütün o'qituvchi, qahramon o'qituvchilarimiz, jafokash ustozlarimiz hech aqlimdan chiqmadi. Bizga zarrachilik ilmi yoqqan bütün ustozlarimiz omon bo'lsin. Oxirida sizning oilangizga baxt, ishlaringizga utuq tilayman. Xalqimiz sizni yana nurg'un muvaffaqiyat xabarlarini saqlaydi inshaalloh. Alloh yo'lingizni texim ochiq qilsin. Rahmat Gulnur. Sizga rahmat. Siz va barliq pardaqisi turib men bilan aloqa qilishmish programmaga kuch chiqargan barliq yosh bolalar bo'lsin. Hammalarga shu sizlarni Uyg'uriston ko'pchiliklarga chin ko'ngildan rahmat aytman. Boyman deb o'tgandek sizlar qilayotgan bu ishlar shunchalik esil sizlardan faxrlanamiz. Mush ishlarni davomli to'xtab qolmasin. Texmi yaxshi qilinglar. Rahmat. İnşallah. Shundoq ko'rurmanlar, bu ham programmamiz mush yerda oxirlashdi. Bizni qo'llab bergan, bizni yoqtirib ko'rgan hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat. Kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. Programmamiz uzilgacha biz birdam saqlab turaylik.